mobilograf bitta joydan ushlab olib o'sha yerdan soqqani qilayotgan ukam eshitgan, qara. Har bitta odam mobilograf bo'la oladi-da. Bu narsani o'rganish oson bo'lgan narsani siz qanaqa kasb deb atashingiz mumkin? Mobilografiyaga bu alohida soha deb qaraysizlar? Shunaqa fikrdamisizlar yoki bu shunchaki instrument? Kompyuter sotib olish uchun mobilografiya bo'yicha kurs qilganman. Qaysidir ma'noda odamlarni aldaganman desam bo'ladi. Ya'ni mobilografiya zo'r, CapCut zo'rda, Yo'q, hozir aldayotganlarga alohida kelamiz. Ularga. Men aniq bilaman, bu videoni ko'rib turgan mobilografda o'zi tushunmaydigan bitta narsasi bo'ladi. Bizlarni montajyor ishdan ketib qoldi. Sani podkastingni ko'rib. Bozor o'zimiz qo'limizda-da. O'zimiz boshqaramiz bozorni. AI evolyutsiyasi sizlarni qo'rqitadimi yoki xursand qiladimi? Va nimaga? AI o'rganmagan qolganlarga nisbatan darajasi ancha pasayib ketib qoladi. Kelajakda eng katta skilllardan bittasi odamlarni tupoy yoki tupoy emasligini ajratadigan AI bilan AI emasda farqi. Qachondan beri biz o'zi sifatli emasda prosmotrni reklama qiladigan bo'ldik. Odamlarda o'zida ular shaxsiyatini hurmat qilmaganligini hisobiga men bu o'rgandim-yu, bu yaxshi bo'lib ketib qoldi-yu, bu yaxshi bo'lib ketib qoldi. Men o'zim nima xohlayapman, men o'zim nimani qilsam bo'ladi degan narsani o'ylamaganda hech, tushunyapsizmi? Butun borlig'idagi bilimni so'rashing mumkin bo'lgan paytda nimaga sen faqat alifboni yodlamoqchisan-da? Kelajakda farzandingizga qarab turib, nimalar qilgan sota desa, kesin yaxshi ko'rsataman deydigan narsa bo'lish kerak baribir. Soqqani qilmayaptimi? Bu sohani bilmaydi emas. Sandan ko'ra aqlli odamlar bo'lishi mumkin. Faqat to'g'ri uni o'zini realitisi bor, o'zini haqiqati bor. Va u haqiqat bilan qachondir yuz kelsang, o'shanda bilasan ukam. Bu intervyumiz boshlashdan oldin intervyuerimiz o'zi kimligini yaxshiroq biz ko'zdan kechira olishimiz kerak. Bir necha yillar oldin Moskvada olib yurgan o'sha shaxs mana hozir ekranda chiqib turibdi. Aynan mana shu bola bizdan hozir intervyu olyapti. Moskva emas, Nijniy Novgorod yurganman. Qayerdadir Rossiyadagi baribir. Ko'rganmiz u kimligingizda. Salom alaykum boshlaylik biz mayli. Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Mana o'sha oradan 1 yil o'tib ketdi degan bo'ladi. Ko'pchilik so'radi, keyingi son qachon именно bu mehmonlar bilan ko'rib turibsizlar. Ali, xush kelibsiz. Tohir, xush kelibsizlar. Men ozgina sabablarini tushuntirib o'tib ketay. Nimaga o'zi kam chiqadi Keyframe'da podkastlar ko'rsatuvlar. Men maksimum harakat qilaman tezroq chiqarishga, lekin baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu narsa baribir budjetga borib taqaladi. Yoki bo'lmasa o'sha ish vaqt bo'lish kerak, bunga ham alohida bir mehr talab qiladigan baribir narsa. Shu uchun o'rtoqlar aybga buyurmaysizlar, ozgina kamroq, sekinroq chiqib qolayotganligi uchun. Xudo xolasa harakat qilamiz. Bundan keyin tez-tez chiqarishga, agar homiylar bo'lsa, podдержка qilmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, pastdagi nomerlarga yoki joylarga. Danatam qilib qo'yaveringlar. Xursand bo'lamiz faqat. Tirikchilikda borsiz demak. Tirikchilik. Yo'q, bu tirikchilikda aytib ketay. Tirikchilik menga registratsiyani o'tishimga yo'l qo'ymadi, nimagadir. Hayronman. Rosa harakat qildim. Call centerga ham yozdim, nimagadir va shuning uchun karta raqamlar qoldirdim. Shundan foydalanib turaveramiz. Endi yaxshi, tirikchilikdagilar agar eshitayotgan bo'lsanglar, aloqaga chiqsanglar xursand bo'lamiz. Xush kelibsizlar, bolalar. Yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshi ko'rdik. Sizlarni endi ortiqcha tanishtirib o'tirishni xohlamayman, chunki Abloshkadan ko'rib kirganlar bor, sizlarni taniydigan auditoriya bor o'zi. Suhbat jarayonida yanada tanishib ketaveramiz. Yaqinroq tanishib sizlar bilan. Avvalambor rahmat Zafar aka taklif uchun. Birinchi soninglarni ko'rdim. Juda zo'r manfaatli harakat qildik. O'sha bitta qizil futbolkadagi bolani o'rnida men o'tirishim kerak edi o'zi. Mayli, alohida gaplashamiz dedingiz. Bugun mana Tohir, men o'zimizni vodiy sostav yig'ilgan. Vodiy sostav. Endi yashil kiyimli bola. Og'a yaxshimisizlar? Yaxshilar. Shunaqa. O'zi nimadir faqatgina intervyular shu vodiylarning ichida bo'lyapti-da oxirgi paytda. Vodiylar, siylar. Vodiylar. Xohlasangiz xolamiz yig'ilib qoladi-da baribir, vodiylar qanaqadir tasodifan yig'ilib qoladi baribir. Zo'r. Umuman o'rtoqlar, bugun nima haqida gaplashamiz? Mavzularimiz qanaqa? Umuman shu videografiya, mobilografiya. Chunki bu yerdan mobilografiyadan chiqib videografiyaga o'tib, juda ham hozir yaxshi rezultat qilayotgan bolalar o'tiribdi. Bu o'zi umuman nima edi o'zi mobilografiya? Qattan nima kelib qoldi, qanaqa bo'lib qoldi? O'sha bo'yicha ham bir chuqurroq tema qilamiz. Bu menimcha kerak. Chunki juda ham katta auditoriya, baribir mobilograflar auditoriyasi. Shuning uchun bu soha, bu yo'nalish bo'yicha ham chuqurroq
yoritib berish emas, qanday desam bo'ladi. Chuqurroq o'zi nima edi o'zi bu narsa, qayerdan kelib qoldi, qirqirib ketyapti. Hozir qanaqa ahvolda? Shunaqa narsalarga. Men birinchi marta bir o'tiramiz. mobilografiyani eshitganimda o'ziga ham aytganman, esingizda bo'lsa bir stories ham qo'yganman. Mobilografiya degan tushuncha kirib kelishidan oldin, ya'ni biz bilgan mobilografiya tushunchasi bozorga kirishidan oldin Zafar akam mobil videos, mobil vlogs. mobil vlogs degan o'zini YouTube kanali bo'lardi. O'sha telefonda montaj qilib, syomka qilib, o'sha mobil videografiyani birinchi olib kirgan odam men uchun sizsiz, to'g'risini aytaman. Rahmat. Men mobilograf degan tushunchani u payt bilmasdim. Videografiya bo'lardi. Mobil videografiya qilib, faqat telefonda ixtisoslashgan va telefonda montaj qilish uchun, syomka qilish uchun kerakli narsalarni siz kanalingizga qo'yib borardingiz-da. U paytlar endi biz ham endi boshlayotgan o'sha Mirshohid akamlar, eslayman. YouTube kanal, YouTuberlar kanali bo'lardi. shunaqa Telegramda kichik YouTuberlar kanali bo'lardi. Har xil. Bu Ali o'zi kontentlar olib yurardi u paytlar. Shunaqa edi. Umuman o'sha paytda ozgina tushuntirib o'tib ketay auditoriyaga ham. Bu adashmasam 2018 yoki 19-yil haqida gap ketyapti. Bundan o'sha 6-7 yil oldingi gap. Mobilografiya degan narsani men o'zi oldin eshitmaganman. Menda qanaqa narsa bo'lgan? Ikram aka Xudoybergenov degan odam bo'lgan, hozir ham bor. U odam telefonda rasmga olardi. Telefonda mobil fotografiya bilan shug'ullanardi. Chiroyli rang berib qilardi. Adashmasam shu 18-yil kuzlarda ko'rgazma qilgan Don kinoda. Именно mobil telefonda olingan rasmlar bo'yicha qilingan. Men u paytda Farg'onada yurardim. Farg'onadan kelganman, o'sha narsani ko'rish uchun. Nima? Bu narsa borganman, ko'p auditoriya kelgan, tanishlari, boshqalar o'sha tanishganman odam bilan. Keyin o'ylaganman, nimaga buni video olib ko'rsa bo'ladi. Mana BQ degan telefonim bo'lardi. BQ derdi. Adashmasam. O'shanda ko'rgazmada, o'sha fotoko'rgazmada konkurs bo'lgan qanaqadir. O'shanda men makro degan yo'nalishida detallarni olish bo'yicha o'sha BQ telefonda iPhone'lar u paytda men uchun orzu edi. Unchalik bilmasdim hamda. O'shanda ko'rgazmada shu makro degan yo'nalishida birinchi o'rinni olib sovg'alar olganman o'shanda. Keyin o'shandan keyin qiziqib qolganman. Nimaga videosini olib ko'rmasam bo'lmaydi. Keyin o'sha bilan Rossiyaga ketdim-da, u yoqda izuchat qilishni boshladim. Menga o'zi mobilografiya nima edi? Meni sharoitim yo'q professional kameraga. Men dahshat montaj qilishni hali kompyuterda bilmayman. U paytda endi to'yda yurgan paytlarim. Telefonda olay. Bir ishlab Rossiyada ishlab, birinchi nimamga iPhone 6s olganman. Keyin u paytda mana stabilizator degan narsalar faqat kameraga bo'lardi. U paytda ham kameragani M bo'lardi, adashmasam, DJI M bo'lardi, keyin S bo'lardi, adashmasam. U paytda S yoki M bo'lardi. O'shanda Zhiyun kompaniyasi Zhiyun Small Store degan stabilizator chiqqan telefonga birinchilardan. Adashmasam, birinchi chiqqan paytlardan o'shini haligacha esimda 12,000 rublga olganman buvsini, haligacha esimda, chunki har kuni ishlab pul yig'ardim. Kuniga 1000-1200 rubl shunaqa ishlab olardim-da, olganman. O'shandan keyin birinchi YouTube'ga kontentim qo'yganman. O'shanda ham bor haligacha YouTube'imda, endi hozir arxivga tiqib qo'yganman. U paytda nimalarni yozganman. Endi cringe, men uchun shunaqa ko'rinadi. Qo'yib olib, telefonni qo'yib olib, nimani o'rgataman deb mobilografiya, fotografiya, montaj hammasini telefonda. O'shanaqa qilib, kontentni qilib, tunda qanaqa video yozsa bo'ladi. Endi o'zimcha men hech qanday izoh qilmayman. Shunaqa bo'lib, tipa bu ham qanday desam bo'ladi. Uni men lekin o'sha paytda soha ko'rinishida qaramaganman mobilografiyaga. Bu shuncha imkoniyat. Umuman hozir ozgincha shoshilib qoldik. Bizda bu yerda faqatgina mobilografiya kontenti, mobilografiya bo'yicha mavzu emas akalar. Bu yerda o'zimiz auditoriyamizda bo'layotgan og'riqlarni ham gapirib o'tishimiz kerak deb o'ylayman baribir. Birinchi o'rinda kontent masalasida shunaqa juda ham ko'p videograflar bor. O'zini shaxsiy brendni yuritmoqchi bo'lgan. Nimaga o'zi bizga shaxsiy brend kerak? Чтобы bizda keyinchalik klientlarimiz ko'payish uchun, o'zimizni bozorda o'rnimizni bildirish uchun kerak. Lekin ko'pchilik kontent qila olmaydi. Ayni o'sha kontent mavzusini ham yoritib o'tamiz narsani. Va AI bo'yicha ham gapirib o'tamiz akalar. Kelamiz hozir. Men mobilografiyani, bunga alohida kelamiz. Bu juda muhim. Mobilografiyani umumiy tugataylayapman. O'shanda короче shunaqa bo'lib ketib qolgan. O'shanda kontentlar qildim. Bir 2 yilcha kontent qilib yurdim. Adashmasam o'sha 2019 avgustda kelgan bo'lsam, keyin уже professional o'sha MPMG ga bordim, montajda yana qilib, lekin o'shanda ham telefonda video olardim-da, keyin premierni montaj qilishga o'tganman. O'shanda bir haftalik lager bo'lgan, Digital Generation degan, agar esingizda bo'lsa, Mirshohidlar bilan borib
MPMG kamera ajratmagan bizga. Aha. 3 kishi Sardor degan bitta bratan bo'lardi. Telefonimizda bir haftalik lagerni har kuni yoritganmiz. U hozirga yetayotganim bu hech qanaqa mana bu hozir olishib yuribdi-ku yoritib stories yoki reels, u paytda reels anaqa bo'lmagan. Именно shunaqa 16:9 formatda olib montaj qilib qo'yardik telefonda. To'g'ri aytyapsiz aka. Hozir endi nimaga bu mavzudan boshladik? Birinchi bozorda evolyutsiyasini bir qator ko'rib chiqmoqchimiz-da. Odamlar ham tushunish uchun qayerdan bu holatga kelib qoldi va qayerga qarab ketish haqida ham gaplashamiz albatta. Tohir aytgandek, ozgina istoriya berib o'tadigan bo'lsak, mana shu точки зрения, mana shu nuqtai nazardan men o'zim ham kurs qildim. Bilasizlar, ustoz Yayda mobil videografiya degan bepul kurs 35-36 ta dars odamlar kirib ko'rsa bo'ladi. U yerda ham asosiy maqsad menda qanaqa edi? Mana o'zi mobil videografiya deb nomladim-da kursni. Men to'g'ri berdim bunga. Da, ya'ni o'zi O'rayn aka, o'sha ustoz Yay rahbariga ham men o'zi Antarktikaga ketib reklama olaman deb oldiga borganman. Shunaqa ideya berib qo'yishdi, mobilografiya haqida kurs qiling deb. Yo'q aka, to'xtang, mobilografiya emas-da. Hozirgi tushunchadagi mobilografiya men uchun xato. Mana shu narsani to'g'rilaylik-da, mobil videografiya deb nomlaylik. Ya'ni men o'qitay videografiya nuqtai nazaridan u odam ertaga telefonda bo'lsin yoki faqat iPhone'da bo'lmasin deb boshqa telefonda yoki kameraga o'tganda ham oson mana shu sohaga kirib ketsin. Mana shu katta video production sohasiga birinchi etap qo'yadigan mobil videografiya kursini qilamiz deb aytdim. Va shu kurs chiqdi. Mana shu kurs chiqqandan keyin ham bildim, qaranglar mana bozorda shunaqa holatga kelib qoldi. Trendlar juda katta bozorda qismi trendlarning ustida qurilgan. Bizani mobilografiya, ya'ni kimdir katta telefon qildi, kimdir perexod o'ylab topdi, mana shundan boshlanib ketdi telefonda. Ya'ni telefonga yetarlicha assetlar kirib keldi bozorga. Bu perexod bo'lsin, shrift bo'lsin, video foni yoki bizani Premiere Afterdagi bir ikkita funksiyalarni analogi kirib keldi-da. O'sha narsa bitta preset bo'lgandan keyin odamlar o'shani mobilografiya deb kurs qilib sotishni boshladi. Ya'ni o'sha instrumentlar yig'ilib qoldi, professional instrumentlarning analogi. O'sha narsani trend qilib odamlar mobilografiya deb nomlashni boshladi. O'zida bu narsa va aynan mana shu paytda Tohir bozorda paydo bo'lib qoldi. Yorib tashladi, montajladi. Baqa kelishchi senlar omachi deb bozorda egalladi. Ana endi Tohir siz ayting, siz точки зрениеңizdan mobilografiyaga kirib kelishingiz qanday bo'ldi? Qanaqa qilib undan o'tib ketdingiz u etapdan? Xo'p, akalar, bu soha mobilografiya 2010-yil, 2015-yillarda ham bo'lgan deb uverim bo'lib ayta olaman, chunki o'sha paytda ham Amerikada boshqa chet ellarda 16-yil kino ham olingan. Kino olingan. 2015-yillarda Sevara Nazarxon ham vro'zi kliplar olgan, agar esinglarda bo'lsa. Xabarim yo'q, lekin kino olingandan iPhone 6s da kino olinganini bilaman. Bitta qo'yib o'tkazsak bo'ladi, YouTube montaj paytida qo'yib o'tkazsak bo'ladi. Sevara Nazarxonni men juda ham yaxshi ko'rganman o'sha klipni. Telefonda olingan kliplari bor. Bilmadim, lekin iPhone 8 da olingan, chunki backstage'larni ko'rganman-da klipda. Oxirida backstage'larni siz ko'rgansiz-ku, o'zi. Okey. Qo'yamiz. Okey. Aynan o'sha paytda ham bu soha bo'lgan, lekin ko'pchilik odamlarda bu narsaga anaqa bo'lmagan, muhtojlik bo'lmagan-da. U payt kameralar bo'lgan, baribir videograflar baribir ishlab kelgan, lekin o'sha karantin payti hamma o'zi onlayn ishlash kerak bo'lganda, onlayn o'zini do'konlarini, onlayn o'zini bizneslarini yuritish kerak bo'lganda, kamera professional video montajlar juda ham qimmatligini hisobiga o'zlari o'rganishni boshlagan. Lekin o'zimiz bilamiz, chet eldagi hattoki SNGning o'zida ham har ikkinchi odam bu telefondan qanday to'g'ri syomka qilishni, qanday to'g'ri montaj qilishni biladi o'zi. Banalni odamlar biladi bu narsani. Lekin bizda shu o'zimiz unchalik yaxshi bilmaganligimiz hisobiga kurslar keyin chiqib kelishdi, keyin tushuntiruv, tutorial videolar, reelslar chiqib kelishni boshlagan. Aynan o'sha narsani ham men bilib qolganim hisobiga ham kecha mana shu narsalar bo'yicha informatsiya berib o'tgaychi deganimda odamlarga qiziqligini tushunganman. To'g'risi, prям aktual payt, просто aktual paytda, aktual joyda paydo bo'lib qolganman desak bo'ladi menimcha. Ana shunaqa qilib keyin reelslar qilishni boshlaganman-da. O'zingiz mana shu montajda syomkani mobilografiya kursini olib o'rganganmisiz? Yo'q, chunki menda source skills bo'lgan, qanday qidirish, qanday qayerdan topib olish, prям o'zim xohlaganman bu narsani, izlaganman, u yer bu yerlardan topib. Agar tushunib yetganman, o'sha payt CapCut, KineMasterlar bo'lardi, o'shalarni o'rganganimda bunday qarasam, banalli narsa, juda ham oddiy narsalarni tushunganman-da, uni ozgincha optimizatsiya qilganman, ozgincha rivojlantirganman. Вот, shuni hisob birinchi o'zi KineMasterda ishlashni boshlaganman, Jalex, Rozalarni ko'rardim. legenda. Men CapCut yoki KineMaster
desa men Kindmaster tanlardim. Men uchun endi legenda bo'lib qolganda u. Presetlari yaxshiroq bo'ladi. Voy, Man вообще. Redmi 8 ta telefonim bo'lardi. Prям Redmi уже 8 ta? 8 tami? Ha, 8 ta, 8 ta de. Ikkita Redmi'ni qo'yib olib montaj qilib. Redmi'ni qilib. 8 ta Redmi'si bo'lgan. U yerda Androidlar uchun Happy Mood degan programma bo'lgan. Uning ichidan kirib, CapCut anaqa Kindmasterda anaqasi водяной знак sizini yuklab o'zimga topib uni o'shada montaj qilishni o'rganganman. Crack versiyalarni montaj qilishni o'rganganman. O'shandan keyin CapCutga o'tib Dальше nima turib bo'ldi? qilganmiz. Dальше nima Yo'q, qilasiz? o'zi Videografiyada kamera ushlab maqsad- olib o'zingizcha. Ha, o'zi maqsad menda hech qachon mobilografiyada qolib ketaman, bu orqali pul qilaman bo'lmagan. Maqsad unaqa bo'lmagan to'xirda. Agar shunaqa bo'lganda, mobilografiyani 2-3 patok kurslari chiqqan bo'lardi. Menda o'zimda boshda Kurs ham qilgan edingizmi? Ha, kurs qilganman mobilografiya bo'yicha prям chiqqan paytimda. Даже hech kim sezmagan, chunki storiesdan sotganman. Storiesdan bo'lgan narsa, unaqa katta masshtabni qilmaganman, chunki maqsad shu sohada o'zimni yanada yaxshiroq rivojlantirish bo'lgan. Aynan shuni hisobida men kompyuter sotmoqchi bo'lganman. Kompyuter sota olish uchun mobilografiya bo'yicha kurs qilganman. Qaysidir ma'noda odamlarni aldaganman desam bo'ladi. Ya'ni mobilografiya zo'r, CapCut zo'rda, keyin Hozir aldayotganlarga alohida kelamiz. Ularga Shunaqa mobilografiya kurs sotib, storiesda, keyin videografiyaga o'tdingiz. Hammasi storiesdan bo'lgan. Men hech qachon o'sha mobilografiyada o'zida qolib ketgim kelmagan. Baribir bu qanaqadir basseynchada mobilografiya baribir. Odam baribir katta dengizni ko'rishni xohlaydi, cho'milishni xohlaydi-ku, baribir sal keyinroq do'stlik xohlaydi-ku, erkinlik xohlaydi. Aynan shu narsani men videografiyada ko'ra olganim uchun, aynan boshidan qiziqish shunga bo'lgan. Lekin bilganman, agar men hozir bittada videografiyaga sakrab o'tsam, ancha qiyin bo'lishini. Xudoga shukrki, hozir mobilografiya paydo bo'lgan. Endi oldin mobilografiya bo'lmagan paytda odamlar просто videografiyaga borardi, to'ylarda syomka chiqib, keyin videografiyani o'rganardi. Lekin hozir bizni bolalarda do'sti bor, birinchi mobilografiyani o'rganib, birinchi kadrda o'rganib, qanaqa syomka qilish kerakligini, qanaqa montaj qilish kerakligini kadrlarda birinchi o'rgangandan keyin professional instrumentlarga o'tsa bo'ladi. Endi hozir faqat soha emas, instrumentga o'tish bo'lib qoldi-da. Ya'ni mobilografiyadan videografiyaga o'tishda orasidagi farq faqatgina texnikada bo'lib qoldi xolos. Ya'ni xuddi o'sha aytganingizdek, o'sha kursingizda ham siz u yerda mobilografiyani o'rgatmagansiz. Siz u yerda polniy sohani o'rgatgansiz. Qanaqa olish kerak, nima qilish kerak, qanaqa bo'yash kerak, qanaqa montaj qilish kerak. Aynan mana shunaqa hozir odamlarda do'sti bo'lib qoldi. Men mana shu o'rtaga bitta savol tashay, bu qisqagina javob bilan o'tib ketsanglar bo'ladi. Umuman sizlarni fikringlar qiziq. Mobilografiyaga o'zi umuman bu alohida soha deb qaraysizlarmisizlar? Shunaqa fikrdamisizlar yoki bu shunchaki instrument? Yaxshi savol. Uzoqdan tushuntiraman. Odamzodga televideniya va kamera o'sha ixtirosi bo'lgandan keyin, berilgandan keyin demaylik, xo'p. Odamzod o'ylab topgandan keyin o'sha televideniya, kamera bilan ishlashda boshqa narsani, bu narsa asosan momentni yoki informatsiyani dokumentatsiya qilish uchun ishlatilganda, mantiqan olib qaraganimizda. Yoritib berish uchun. Nimadir informatsiyani o'sha qaytarilmas lahzani yozib olish uchun. Miyamizda bilasizlar, xotirani xuddi fleshkadek format bo'lib ketadi-da xotiramiz. Bu narsani saqlab qolish kerak. Mana shu sabab uchun deylik kamera ixtiro qilindi. Undan keyin mana u narsa televideniyada hissiyot yetkazib berish uchun filmlarda ishlatilishni boshladi va u biznesdagi instrument sifatida o'sha reklama qilish, boshqa orqali klient olib kelish uchun bir vazifani bajarishni boshladi. Bu точка зрениyadan keladigan bo'lsak, bizga berilgan o'sha katta instrumentlarning hammasi yetarli bir talabdan paydo bo'ldi. Endi hozir odamlarda talab qanaqa ko'rinishga keldi? Endi biz hozir zamon tezlashib ketdi-da, odamlarning qo'lida butun televideniya va kamera tarixini o'rganib chiqish o'rniga mana shu narsani o'rganib alohida bir device yasagan odamlar, ya'ni o'sha iPhone'da qurilma sifatida bergandan keyin odamlarning qo'liga, ularda bunaqa katta texnologiyaga kirib kelish ancha tezlashdi. Ya'ni telefoningizda o'sha ancha yillik kamera evolyutsiyasidan o'tib kelgan kichkina sensorga ega kamera turibdi-da. Undan foydalanish siz uchun alohida bitta tanlov deylik. U tanlovni yaratish uchun alohida bitta bozor o'ylab topildi. Endi mobilografiya deb. U endi telefonni sotib olgan iste'molchiga yaqinroq nuqtai nazardan bu katta bitta rinokka, televideniya, kino industriyasiga kirib kelish uchun instrument sifatida ishlatyapti menimcha kattalar. Ya'ni bu dunyo tepasidagi katta gigant kompaniyalar shunaqa qilib odamlarni birinchi qanaqadir effektlar berib, Instagram storieslarda effektlar, telefonda qanaqadir funksiyalar berib, qiziqtirib katta industriyaga
taklif qilyapti, odamlarni chaqiryapti. Va bu narsa natural evolyutsion ko'rinishda bo'lyapti. Chunki bizneslarni kelinglar mana analogiyaga qarab chiqamiz. Endi boshlanayotgan biznes, kichik biznes, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan biznes o'z servislarini yoritib berish uchun albatta o'sha siz aytgandek to'y operatorlarga yoki katta reklamatorlarga chiqa olmaydi, chunki uni budjeti yetmaydi. Lekin baribir odamlarga yetkazib berish uchun unga instrument kerak, media instrumenti kerak. Bu narsaga telefon birinchi yordamchi sifatida foydalanilyapti va telefonda nima kontent bo'ladi? Reels yoki produktni o'zini videolari, ba'zida даже podkast ham oldi deylik, lekin baribir katta muammolarni, biznesdagi katta muammo yoki kattaroq produktlarni, mahsulotlarni tushuntirib berish uchun kattaroq storytelling, kattaroq video, kattaroq tushunchaga, hissiyotni yetkazib beradigan narsalar kerak. Misol uchun mana hozir bitta proyekt misolida tushuntiraman. Klinika deylik, mana misol uchun media klinika. Media klinika deyman, meditsinskiy klinika. Shifoxona o'rtoqlar. Xullas, klinikani yangi boshlagan klinika boshida SMM qilgan, bizlar SMM trend bo'ldi bizada. SMMdan keyin mobilograflar SMM bilan birga ishlashni boshladi. Bu narsa orqali ancha nomini chiqardi klinika. Undan keyin podkastlar, YouTube videolar, o'sha o'tirib mana bunaqa ekspert kontentlar qilib ko'rishdi. Bu orqali o'sha doktorlarni tanitishdi. Lekin endi mana operatsiyalar, mana klinikaning ichida bo'ladigan operatsiyalar, bu narsani ham o'tirib gapirib bersa bo'ladi, lekin uni kim eshitadi? Vaqti bor, bemalol, target auditoriyasi bo'lmagan odamlar qayerdandir eshitib qolishi mumkin, lekin bu ham ular uchun optimal mijoz emas. Optimal mijozni tortib kelish uchun optimal chaqiruv bo'lishi kerak, call to action bo'lishi kerak. Uni qanaqa yoritasiz? Operatsiya qanaqa bo'lishi, uni ichidagi proseslarni animatsiyalar bilan tushuntirib berishingiz kerak. Undan keyin alohida stand-up, animatsiya, intervyu, mana shunaqalar aralashtirib dokumentalkaga o'xshatib bu operatsiya odamni hayotini qanaqa o'zgartirib berish mumkinligini mana shunaqa format orqaligina yetkazib berish mumkin-da. Ya'ni faqat gapirib u narsaga yetib unaqa rezultatga chiqish qiyin. Ya'ni bu yerda ham talabga qarab, talabdan kelib chiqib production, ya'ni media klinikani production deydigan bo'lsak, u mobilografiyadan sekin videografiyaga, ya'ni YouTube videolarga, Reels videolardan katta bo'lib, endi dokumentalka ko'rinishda, kattaroq video, film darajasidagi videolarni qilishga o'tyapti. Ya'ni xuddi shunaqa evolyutsiyani men bozorda ko'ryapman. Mobilografiyani ham buning ichida o'ziga yarasha o'rni bor. O'sha aytganimdek, birinchi boshlayotgan odam bloger bo'lishi mumkin, kichik biznes bo'lishi mumkin. Ular uchun eng birinchi mediaga bo'lgan qadam telefon orqali bo'lishi, menimcha, natural holatga aylanadi. Bu siz qaraysiz bu narsaga, agar qisqacha qilib aytganda, bu ma'lum bir katta unaqa soha emas, lekin instrument, foydalansa bo'ladigan instrument bu narsa degan fikrdasiz. Katta bir bog'da kichik bir yo'lakchasi. Boshlash uchun juda ham yaxshi narsa. Shunaqa. Boshlash uchun. Shuni tushunish, nima o'zi bu qanaqa? Siz ham shunaqa fikrdamisiz? Bu fikr bo'yicha lekin umuman olib qaraganda mobilografiya bu soha emasmi? Soha emas degan bo'lardim. Nimaga? Chunki hop. Tasavvur qilaylik, Alini uyda hashar bo'lyapti. U hasharga u do'stini chaqiryapti. Ya'ni u do'sti men bo'lishim mumkin, o'zi asli meni soham ustozlik. Lekin hasharga g'isht quyishga yoki bo'lmasam yer chopishga chaqiryapti. Men shunchaki boryapman, yordam beryapman, shuni hisobiga meni rozi qilish uchun pul beryapti. Men shunchaki keldim, vaqtingizni sarflading. Xo'p, rahmat, bo'ldi, olib ketdim. Aynan shu hasharlikka borib yer chopishga yordam berish ham mobilografiya deb hisoblayman. Ya'ni har bitta odam mobilograf bo'la oladi-da. Shu hisobiga second work desa bo'ladi bu. Ikkinchi kichkinagina kasbcha desa bo'ladi. Lekin buni professionallashtirib, ham kasb deya olish ozgincha qiyin. Aynan xuddi shunaqa bizneslarni boshlash uchun yordam bera oladigan kichkinagina ham ko'mak desak bo'ladi-da. Paynet desak bo'ladi, misol uchun. Misol uchun paynet biznesmi yoki sohami? Paynet qilish biznes yoki soha emas-da. Bu hozirgi holatda qulaylik, ya'ni misol uchun hamma o'zi qilishi mumkin bo'lgan to'lovni sizda do'stib o'sha telefonda to'lov qilishga sensorli telefoningiz bo'lmasa yoki anaqa qilmasa, borib paynetdan naqd pulni kiritib yoki boshqa qilib to'lasangiz bo'ladi, to'g'rimi? Mobilografiya ham qaysidir ma'noda bizani katta o'sha to'lov sistemasi deylik, mana finansni boshqarayotgan industriya bo'lsa, uni ichidagi bitta o'sha bozorga olib kiradigan instrument.
Ya'ni muammongiz qanchalik kichik bo'lsa, kichik narsalar sizga yordam berishi mumkin. Ya'ni kichik Ya'ni servislar. qaranglar-da, haligi o'zinglar hech sezganmisizlar, chet elda kimdir men mobilografman deb o'zini kasbini qiladigan oddiy blogerlar bor, qaysiki telefonda mana shunday videolarni kichkinagan Instagram uchun mana bunaqa videolarni qilishni o'rgatadigan, fishkachalarni o'rgatadigan odamlar. Ular bloger hisoblanadi. Bu yerda odamlar o'zlari juda ham ko'p qism, juda ham ko'p massa odamlar aynan shu sohani bilmasligini hisobiga prям aynan shu sohani biladigan odamni chaqiradi xolos. O'zi aslida har ikkinchi odam, har ikkinchi o'zbek ozgincha bir hafta o'rgansa tushunib olsa bo'ladi bu narsani, bu sohani. Shunaqa juda ham oson ko'ralik. Bu narsani o'rganish oson bo'lgan narsani siz qanaqa kasb deb atashingiz mumkin? Yo'q, tushundim. Endi qaranglarda sizlarni fikringlarga qanday desam bo'ladi? Ozgina kontrast tashlash uchun bitta narsani aytib o'tib ketaman. Instrument sifatida men ham o'z aslida shunaqa ko'raman. Hech qanaqa buni qanaqadir alohida o'rganish kerak degan soha deb hisoblamayman. Men mobilografiyada yurgan bolalarga ham nimalarga hech qanaqa nimam yo'q. Men o'zimni nechta o'rtoqlarim, yaqin o'rtoqlarim bor. Haligacha qilib yuradi zo'r ishi. Lekin anaqa emasman. Lekin qaranglar, soha demayapmiz bu narsani. Lekin ba'zi o'sha mobilograflar bor, ba'zi nimalar kerak bo'lsa, balki ba'zilari bizdan ko'ra yaxshiroq topadi. Bizdan ko'ra klient ko'p, bizdan ko'ra o'sha mijozlari ko'p, ishi ko'p, yaxshigina daromad qilyapti. Bilmayman, endi bu ba'zilarda to'g'ri kursi bordir, kursdan keling, kursda chekkaga chiqarib tashlagan holatda ham aytaylik, imенно o'zini faqat ishini qiladiganlarni aytaylik. Shu yaxshi budjet topyapti-da. Bu narsani qanchalik bo'ladi? Shu soha demasligimizda, chunki yaxshi daromad qilyapti-da. Bunga ham sabab bor, qarang. Ular shunchaki hasharga ko'proq chiqadi. Bo'ldi, ya'ni agar deylik qanaqadir aktrisa, men o'zim show bizneslar bilan boshida ishlaganimda, ularda juda ham ko'p holatda qanaqadir marosimlarga borganda, uni endi tezagina syomka qilib, tezagina montaj qilib, reelsga yoki bo'lmasam storiesga qo'yib yuborish kerak. Faqatgina Instagram mavzusida, mobilograf bu faqat Instagram bilan chambarchas bo'la oladi xolos. YouTube uchun menimcha mobilograf bu qiyin. Ikkalasi match bo'lishda bir-biriga mos kelishi juda ham qiyin. YouTube'da 20 minutlik videoni lekin uni deysiz, shunaqa bolalar bor, kamerada syomka qilib, kartinka o'zgarib, professional ko'rinsin deb, lekin baribir YouTube videoni ham telefonda montaj qiladigan productionlar bor. Men o'zim shunaqa qilganman tekshirsam uchun. Hop, bunga ham kelyapman. Pul mavzusi bo'yicha ular ya'ni aynan shunaqa sohalarda yaxshi pul qila olishadi xolos deb o'ylamayman. Faqatgina Instagramda yaxshi pul qila olishadi xolos deb hisoblayman. Ya'ni shunaqa holatlarda stories, reels qo'yib qo'yish kerak tezdagina. Optimal, ya'ni juda ham tez device deb hisoblasak bo'ladi. Aynan shu taraflama ular tezligi bo'yicha baribir любой har qanday zo'r montajyor videografdan o'tib keta oladi pul taraflama, chunki ular tez. Fast food. Bu yoqqa keladigan bo'lsak-da, ya'ni kamerada professional syomka qilib turib, bu yoqda telefonda montaj qiladigan bo'lsak, men o'zim ham mobilograf deb hisoblamagan bo'lardim, chunki men boshida kontent boshlaganimdan beri faqatgina kamerada syomka qilib turib, uni Telegramda o'zimga izbirnidan tashlab turib, kap-katta montaj qilardim. Nimaga? Chunki men o'zimni telefondagi montaj, telefon montajyori deb hisoblardim-da, ya'ni o'zimni. Bu nimaga? Birinchi o'rinda sizda texnika yo'qligi, ikkinchi o'rinda bu ham qaysidir bir g'aroyibotda, ya'ni qaysidir ma'noda odamni qiziqtirishni oshiradigan narsa. Ya'ni kimgadir yuz tarjimani qilish shart emas-ku. Lekin men ham o'zi kompyuter montaj qilsam bo'ladi o'zi aslida. Shunaqa narsa-da, ya'ni o'zi uchun isbotlash kayf, ya'ni wow, ya'ni shuni telefonda montaj qilding degan emotsiyani berishi o'zi ajoyib. Aynan shuni hisobidan men ko'p kontentlarni telefonda montaj qilib maza qilardim. Lekin baribir agar bu soha orqali bilan men shu kasbni egallayman deydigan bo'lsa, baribir mana anaqaga o'tish kerak. To'g'ri aytyapsizlar. Boyagi savolingizga to'g'ri, bu narsani soha deb atamasligi uchun bu yerda juda ham katta summalar aylanyapti. Ya'ni bu narsani ignor qilib bo'lmaydi. Lekin qaranglar, mana biz agar ovqat va gastronomik biznesni представительlari yoki mana shuni taqdim qilib bu yoqqa kelayotgan bo'lsak-da, yoki shunaqa odamlar deb hisoblasak, bizning natsionalniy yoki italyanskiy kuxnyalarimiz bo'lsa-da, o'zimizning alohida fast foodlar bizga kerakmi yo'qmi deb so'rayotgan bo'lsak-da, ularga misol uchun qanaqa mana shu biznes, mana shu analogda, mana shu metaforada shu fast food deb qarayman men o'zim. To'g'ri, u yerda ham bozor bor, lekin u bozor kerakmi yo'qmi degan savol u alohida savol. Odam sog'ligi uchun kerakmi yo'qmi? Ya'ni biznesda misol uchun pozitsiyasi uchun u narsa kerakmi yo'qmi degan narsa ham alohida savol. Ba'zi bizneslar bor, umuman mobilografiyaga anti qaraydi. Umuman telefonda olmay kerak bo'lsa deb qaraydigan bizneslar bor. Ba'zi bor, yo kamerada bo'lmasin, pulim kam chunki.
shunaqa, ya'ni bu talabdan kelib chiqib shakllangan bozor. Yana bitta zo'r narsa. Lekin baribir aytaman, o'sha kursni ichida ham aytganman, mobilografiya, videografiyani bolasi, videografiya uning otasi, videografiyaning otasi sinematografiya. Xuddi shunaqa avlod shakllanib kelyapti. Va yosh bolalarni doim bilasizlar, oilada ham nazarga ilishmagan, balki hamma kameralar, funksiyalari bitta mobilografiya otasi deb bittasi chiqdi-da, tipo o'zi unaqasiga yozib qo'ygan, mobilografiya asoschisi deb. Esiga ketib ancha yil oldin ko'rdim. Qiziq tarafi, mobilografiyada oldin hamma professional kamerada syomka qilishga harakat qilardi, lekin уже hozir bizda shunaqa katalog bozorda ham bor, qaysiki ular atelabdan telefonda olishsagina uchadi u kontent. Ya'ni uzum, qotgan kreativitilari, aviaselslar qanaqa reklama qilishadi, ular telefonda syomka qilib oddiy qilib turib qo'yib yuborishadi, lekin juda ham yaxshi klientlar bazasini olib keladi-da u ham. Chunki inson faktori yana birinchi anaqa etapga o'tyapti. Ya'ni ularda ham boyaga mana qarang, katta bizneslarni misol uchun film productionlar, boshqa narsalar qilib ham reklama qiladi, lekin odam undan qo'rqadi, oddiy odam, tushunasizmi? Ularga inson faktori. Qara, seni qo'lingdagi bor texnikadan biz shunaqa narsa qila olamiz. Qaysidir ma'noda shu iPhone syomka qilish, tirikroq narsani, живойroq narsani beradi, nimagadir. Даже o'zim kontentlarimni ham sinab ko'rganman, bu juda yaxshi rezultat beradi, negadir. E'tibor bergan любой telefonda qilsa bo'ladi. Lekin buni mobilografiya bilan aloqasi yo'q narsa-da, bu narsa. Bunisi ham bor. Umuman keraklar, umuman bu mavzuda hammani rizqi bo'lay o'zi. Kerakmi bu soha? Mana shu narsa kerak. To'g'ri, kerak. Mobilografiya talab bo'lgandan keyin taklif bo'lishi kerak. Bu narsa yo'q bo'lib ketsin deb aytmayapmiz biz ham. Biz prosta o'sib borayotgan videograflar nomidan odamni, ya'ni biz doktor bo'lmoqchimiz-da, misol uchun-da. Biz borib, misol uchun stajyorka qilyapmiz, boshqa qilyapmiz, qayerga ketayotganimizni bilamiz. O'shaning uchun biz hozir mobilografiyani evolyutsiyasini gapirib, odamlarga tushuntirmoqchimiz. Chunki bizani ko'rayotgan bo'lishi mumkin, umuman bu sohadan tashqaridagi odam, bu sohaning ichida o'zi qanaqa o'yin ketyapti, qayerdan boshlashim kerak degan bo'lishi mumkin-da. O'shaning uchun gaplashamiz, xolos. Bu soha kerakmi? Kerak. Lekin u seni tanloving bo'lishi kerakmi, yo'qmi degan savolga yana javob beryapmiz. Ya'ni qara, butun borliqdagi bilimni so'rashing mumkin bo'lgan paytda nimaga sen faqat alifboni yodlamoqchisan-da, misol uchun yillar davomida. O'shaning uchun shunaqaroq nuqtai nazardan aytmoqchimiz, xolos. Ya'ni kattaroq niyat qilinglar. Mana shu sohani oxiri yo'q desa ham bo'ladi. Oxiri yo'q bo'lsa ham menga proses yoqyapti. Ya'ni momentni, mana shu lahzani, bu biznesdagi o'zingizni blogingizni muhrlash yoqyapti. Mana shu narsani davom ettirmoqchiman. Bo'lsa, o'rganishingiz mumkin bo'lgan ma'lumotlar ancha kengayadi. Faqat o'sha preset to'g'ri ishlatish, переход to'g'ri qo'yish, tekstni qanaqa qilib bir xil chiqarishdan tashqarida, shu xolos. Mobilografiya sizni finishingiz bo'lib qolmasin demoqchimiz. Shunaqa. Umuman qaraganda. Shunaqa. Buni o'zidan soqqa qilib chiqib ketaman degan narsa bo'lsa, aniq uzoqqa bormaysiz. Doimiy o'rganib turish mana shu yerda juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki mana o'zim shogirdlarimda ham ko'p bo'ldi-da, mana siz aytib beryapsiz, mobilograflar katta soha qilyapti, boshqa qilyapti. Men o'zim shogirdlarimda ko'rdim, kimdir уже uy olyapti, kimdir mashina olyapti, kimdir mobilograflar bor. Bu narsani ko'rayotgan bu yoqdagi sohani tepasidagi ekspertlar, deylik, qalam ustalari, musiqada to'yda soqqa qilayotganlarni ko'rib, qalam ustalari siqilib o'tirganda, bizning sohamizda ham mana bunaqa podkast qilsa bo'ladigan, bu sohada gapirsa, gapi ko'p odamlar boshqacha qaraydi bu narsaga. Bu narsaga mana shaxsiy munosabatim, boyaga aytgan gapingiz birinchi o'rinda hammani rizqi bo'lay. Kimdir o'ziga kerakligini o'rganib, u narsani songa ko'paytirib, soqqasini qilib ketyapti. Bu narsa ham normal holat, lekin bizda shaxsan o'zimda maqsad soqqa bo'lmaganligini bitta misol bilan tushuntirib bera olaman. Men aniq bilaman, bu videoni ko'rib turgan mobilografda o'zi tushunmaydigan bitta narsasi bo'ladi. Bu o'sha tekstni qanaqa qilib kattaytirish bo'lsin yoki tekstni qanaqa fonga o'tkazish bo'lsin, o'zingizni muammongizni o'zingiz bilasiz. Qaysi etapdaligingizga qarab, nimanidir o'rganishingiz kerak bilasiz. Siz olmoqchi bo'lganingiz rezultatni. Menda soqqani unutib, fokusim hammasi ketgan narsa mana shu narsa bo'lgan. Ya'ni qanaqa qilib mana bu yerda Peter Makina yoki mana bu yerdagi zo'r menga referens bo'la oladigan odamlar mana shu narsani qilyapti. Mana shu narsani men o'zimni analogimda qilishim uchun nima kerak menga? Nimani o'rganishim kerak degan narsa mana shu ochlik bo'lganda, o'rganishga bo'lgan ochlik.
mana shu narsa bo'lsa odam baribir pul topa olmaydi, chunki siz doim o'rganyapsiz. Sizda ham vaqt keladi, mana Xudoga shukr kelyapti, sekin biz aytgancha hozir Tohir bilan Ayvon Production degan production qilyapmiz. Bu yerda bizani servislar bo'ladi va mana shu orqali biz endi mana bizani rizqimizni terishga harakat qilyapmiz o'zimiz ham. Lekin aytish kerak, bunaqa holatda bozorga kirgan odam, ya'ni men o'zimga qiziq bo'lgan narsani o'rganib ketaman doim deydigan odamga bozor juda ham kichkina. Chunki meni o'zimda YouTube'da 75 millionta portfolyomni o'zida prosmotr bor-da. Tasavvur qilinglar, 75 million prosmotr bu degani O'zbekiston internet foydalanuvchilarining har bittasi kamida 2 ta yoki 3 ta videoni ko'rgan deganda. Lekin mana shu holatda ham men ertangi arendamni o'ylab yashashim achinarli holat. Sababi nima? Sababi monetizatsiya bo'lganda menga nima aloqasi bor deyishlar mumkin, lekin katta production studiyalar va katta nima deydi, YouTube blogerlar bizani mintaqadan tashqari Yevropa yoki Amerikadagi YouTube bozori yaxshigina pul to'laydi. Yaxshigina pul to'laydi kreatorga, men ishlayotgan odamga. Men ishlayotgan odamni primoy doxodi bo'lsa, menga kelib mashina sovg'a qilgan bo'lardi yoki menga kelib kimdir ketdi birga просто dam olamiz degan bo'lardi-da, xatyabi yoki pulini berardi. Da, xatyabi pulini berardi. Xatyabi pulini berardi-da, tushunasizlarmi? Men uni vaziyatini tushunib 2 soat hop deb qayerdandir kamera olib, qayerdandir unaqa yasab portfolio bo'lsin deb qilmasdim, to'g'risi. Mana shuning uchun 75 million odam ko'rgan bo'lsa ham, menda hali ham bir martalik tranzaksional ishlar, ya'ni qilasan, pulingni olasan. U pul qancha? Ukam mamna qaytdi. Sababi YouTube pul to'lamaydi. YouTube pul to'lamasligining sababi O'zbekiston iqtisodiyoti jahon bozoriga kirmagani, katta politikalarga qarab ketsa bo'ladi bu narsa. Demoqchi bo'lganim, soqqani qilmayaptimi? Bu sohani bilmaydi emas. Sandan ko'ra aqlli odamlar bo'lishi mumkin. Faqat to'g'ri, uni o'zini realitisi bor, o'zini haqiqati bor. Va u haqiqat bilan qachondir yuz kelsang, o'shanda bilasan ukam. Deydigan odam yo'q-da. Mana hozir mana shu joyini qarang. Odamlar bor-da, shu bitta dona tochkani teshichani bilardi, o'sha yoqqa qarab urib o'tiraveradi-da. Ya'ni bitta narsani bilardi. U tochkani bittasi ochib beradi-da, sizga o'xshagan. Keyin hamma o'sha yerga sakraydi. Hamma o'sha yerga sakraydi, aynan shu orqali yurishaveradi. Bu yerda odam bor, bu tochkani ko'rib olgan, u teshik kerak emas unga, boshqa ishlarni qidirib ketadi-da baribir. Aynan shunaqa odam bo'lishga biz sarf qilmoqchimiz deb o'ylayman baribir. Boshqa ishlarni ham ochib ko'ringlar. Bitta eshikni ochsanglar, u eshik ochilib qolsa, demak shu yerda men umr qolib ketaman ekan, umrbodga qolib ketaman ekan deb o'ylamanglar akalar, degan narsani aytmoqchimiz. Ko'pchilik mendan so'raydi, Zafar aka, misol uchun Jamshidxon akam urug'ini bilasizlar, o'tgan safargi podkastda ham ta'kidlab o'tibsizlar, juda ham xursand bo'ldim. U yerda ham eshitganimga, u yerda qanaqa, mana bitta misol bilan mana shu mavzuda ham gapirib o'tmoqchi edim. Bilasizlar, mana har xil blogerlar bor, Instagram blogerlar, YouTube blogerlar va ularning ichida ajrab chiqadigan influenserlar bor-da. Men iloji boricha portfolyomni shunaqa odamlar bilan ishlashga harakat qilganman, chunki baribir men o'zim uchun o'rganish uchun qilyapman, dedim-ku hozir. Va bitta odam bitta zo'r narsa so'radi mendan. Jamshidxonni videografi, o'sha yonida ishlaydigan odam bo'lish uchun ham kimdir bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? dedi-da. Men pulim yo'q payt aytdi-da u narsani, tushunasizmi? Mana nimadir menga yaqinlashib, boshqa bo'lib, yaqin bo'lganimdan keyin, muammolarimni ko'rgandan keyin aytdi u narsani. Jamshidxonni videografi bo'lish uchun ham qanaqadir yo'ldan bosib o'tish kerak-ku, to'g'rimi dedi-da. Tipa nimaga hali ham puling, nimaga hali ham o'rning yo'q bozorda, nimaga pul topa olmayapsan degan ma'noda aytdi-da u narsani. Endi qaranglar. Boyagi mobilograf bitta joydan ushlab olib, o'sha yerdan soqqani qilayotgan ukam eshitgan, qara. Jamshidxon akam videografi bo'lish uchun deylik, Jamshidxon akam restoran deb olaylik, bitta talab bor, shunaqa chiroyli joyda restoranda ovqat qilib berish kerak, shef bo'lishing kerak. Men u yerda borib hech qachon oshga qilgan masallig'im, o'sha kuniga 100 tadan sotgan osh masallig'imni borib o'tkazsam, joyga to'g'ri ham kelmaydi, uni xaridori ham bo'lmaydi, million prosmotr ham bo'lmaydi. Uning uchun bor masalliqdan o'sha yerda o'zimni podacham, ya'ni shefni o'zini avtorskiy podachasi bo'lsagina o'sha yerda shef bo'lib turishga va qolgan konkursiyadan yutib kelishga sabab bo'ladi-da. Men
Aksu restoran ochish uchun Aksuning egasi bo'lishim kerak. Aksuning egasi bilasizlar kim? 5 tonna oshni qilgan odamda. Ya'ni massaga ham ishlasa bo'ladi. Men ham borib ertaga massaga ishlasam bo'lardi. Lekin men doim o'sha ximiyani ustida ishlaganim va ximiyadan zavq olganingiz, ximik formulalardan foydalanib yangicha masalliq va yangicha taom yarata olganim Jamshidxon akamga kontentiga ham qiymat qo'shadi va o'shaning uchun qolgan competitiondan bu yoqdagi raqobatdan o'tib o'sha yerda turibman desam bo'ladi. Men shunaqa ko'raman. Bu yerda endi ikkinchi sababi, ikkinchi taraflama, endi buni ikkinchi tarafi ham bor. Xo'p, endi shunaqa odam bo'lding ham deylik. Shef bo'lding, o'zingning avtorskiy ovqatlaring bor, qila olsan. Bir xil masalliqdan boshqa narsa yasab bera olsan. Lekin yeydigan odam bormi? Ya'ni meni klientim Jamshidxon akamda. Jamshidxon akamdan nechta bizada? To'g'rimi? Kam. Endi menda maqsad nima? Meni ayvon ochishdan, Tohir bilan birga bo'lishdan, birgan bo'lsanglar, Braziliya ko'rsatuvi zo'r ketdi. Tohir bilan ishladik. Mana hozir shu darajada yaxshi ketdiki, blurlar qo'yib, shunaqa blurlar qo'yib o'chirishga ham to'g'ri keldi. Ya'ni bu insoniyat taqdiri bilan bog'liq bo'lib ketdi. Bu narsalar tushunishinglar uchun mana shunaqa mahsulotlar, mana shunaqa ovqatlar qilayotgan shefga masalliq olib kelib beradigan odam men uchun faqat Jamshidxon aka-da hozir. Bu narsani ko'paytirsamgina men o'zim sevgan ishni, o'zimga qiziq bo'lgan ishni qilib pul topa olaman. Mana shu yerda endi bizani taklif, bizani o'zimizni pozitsiyamiz shakllanyapti. Bu Ayvon Production. Tohir bilan biz mana shu bozorda odatiy YouTube production emas. Bunda o'tirding, ikkita kamera qo'yding, gapirding, o'shani subtitr bilan qo'yib yubording emas-da. Sanki muammoingni ayt bizaga, nimani ko'rsatishing? Urologmisan, klinikada ishlaysanmi, oshpazmisan? Nimani olib chiqib berish kerak? Bizda mana shunaqa unikal produkt shakllanyapti. Ya'ni ovqat qilish sistemasi, masallig'i paydo bo'lyapti, ketma-ketligi paydo bo'lyapti. Oshga o'xshagan ovqat qilishni o'rgandik biz. Mana shu narsani qilib bera olamiz senga. Sendagi muammo masallig'idan foydalanib degan ma'noda biz brend qilib hozir YouTube dokumentalkalar, bular bizneslar uchun, blogerlar uchun shunaqa servislarni hozir yo'lga qo'yamiz. Yaqin orada даже Jamshidxon akam o'zi bilan yangicha formatda ishlashimiz mumkin. Kuzatib boringlar. Boyagi savolimga javobim shu, ya'ni shef bo'lishga harakat qilinglar. Ovqatni ko'proq qilib sotadigan biznes emas. Ko'p productionlar hozir shunaqada bizning bozorda. Yo SMM sotadi, Reels sotadi, YouTube sotadi. Ana ashunda sizlar siqilmaysizlar. Shuncha pul kelyapti, lekin rivojlanmayapman. Nimaga hali ham klientlarim bunaqa, nimaga klientlarim unaqa deb o'zingizlar tushunsanglar, klient sizlarga qanaqa kelishiga o'zingizlar bog'liqsizlar-da. Agar sizlar o'sha bitta o'sha oshni sotib o'tirsanglar, osh yeydigan odam keladi xolos, faqat oldinglarga. Shuning uchun bir masala qilib ko'ringlar, bir ikki masala qilsanglar odam yemas. Ikki qilsanglar emas, lekin uchinchisi, to'rtinchisi balkim yeb qolar. Balkim klient sizga mijoz kelar. Aynan shunda ham odamlar aytadi-da menga, siz mana shu odamlar bilan ishlayapsiz, mana shu proyektlarda yurityapsiz, lekin nima menga mamdax kelmayapti, men ham shunaqa montaj qilaman-ku deydi-da. Lekin sen har qanaqa kelib ketgan odam bilan ishlaysan, odamlar har to'g'ri kelgan odam bilan ishlashga harakat qiladi-da. Tushunasizmi? Filtrlamaydi. Odamni o'zini klient bazalarini filtrlash yo'q. Ali bilan ham Ayvon Production har qanaqa odamda ham olavermaymiz baribir. Shunaqa. Yo'q, odamning o'zini prinsipi bo'lgani yaxshi baribir. Endi u siz aytayotgan odamlar qanday desam bo'ladi? Bunaqa menimcha butun dunyo bozorida bunaqa odamlar bo'lsa kerak, siz aytayotgan odamlar. Klublarda so'mka qilaveradimi? Fashion so'mkalar qiladimi? Voy, aylanib ketay ular. Mayli, umuman men Ayvon bo'yicha o'z alohida savol bermoqchi edim. O'sha men savolimga javob olib bo'ldim. Nima maqsadda o'zi ochilgan, nimaga? Endi nomini Ayvon juda chiroyli. O'zi bir aytganingizda ham вообще yoquvdi. Eshitilishi Ayvon, men yutdim o'xshaydi, lekin milliy bilasizlar, Ayvonlar biladi, tashqariga chiqqan edi mamlakat. Odamlar choy ichib nostalgik deydi, nima nostalgiya beradigan nomda. Birinchi eshitganimda juda bir chiroyli, yoqimli eshitildi. Buning uchun men o'z savolimga javob oldim. Nima maqsadda? Menimcha podдержка qilish kerak bolalarni, обязательно. Ofis Ayvonda shuncha Ayvon. Ofis Ayvonda, Ayvondagi bolalarda. Ayvonda katta bo'lgan bolalarda, to'g'ri. Shunaqa Ayvon o'zi ana 1 yil, уже 1,5 yil bo'lib qoldi. Ideyasi tayyor bo'lgandan beri mana sekin-sekin brendingini qilyapmiz. Adashmasam, nechta zakaz oldinglar? Xo'p, YouTubedan tashqari. Kommersiyada bitta oldinglar, korzinka adashmasam, Ayvonda oldinglar. Uni ayta olmayman.
uni Aha. aytolmayman chunki qo'l Aha. qo'yib kelgan joylarim bor. Aha, aha. U alohida istoriya, kameradan tashqari aytib beraman bu holat bo'yicha. Aytolmay faqat ko'rsatib ham beraman. Asosiy degan. hozirgacha qilgan ishimiz bizani nishamiz, ya'ni nisha endi tanlandi bizada. Rayon production deb biz ham reklama olmoqchi bo'ldik, reels ham olib tashlaymiz. Qarasak, boshqaruv ko'p qilsak bo'ladi, da pul uchun qilsak bo'ladi. Undan ko'ra davaychi o'zimizga qiziq narsani qilaylik dedik. Hozir mana nishamiz aniq bo'ldi. Hozir endi nishamizda ayta oladigan narsamiz bu Braziliya va endi chiqadigan Sibir ko'rsatuvi. O'zi boyagi narsaga bitta qaytib qanaqa ishlanishi, mana shunaqa Jamshidxon akami videolari qanaqa etapda bo'lishini aytib bersam qarshi emasmisiz? Ne? Давайте mana shu haqida gaplashib ketamiz-da. Nima давай shuni yana umumiy qilaylik. Pipeline. Da. Sizlarda qanaqa? Chunki har bitta sonda odamlarning o'zining pipeline'ini so'radim. Sizlarda qanaqa pipeline ketadi? Okey. Xo'p. Bilasizlar, hamma video ssenariydan, ideyadan boshlanadi. Bizda ham ideyadan boshlanadi. Jamshidxon aka birinchi videoga mavzu tanlaydi, referenslar ko'radi, research qiladi. Undan keyin joy tanlanadi, ya'ni qayerga boriladi, qayerdagi qaysi istoriyani aytib berish kerak. O'sha hikoya tayyor bo'lgandan keyin boriladi, syomka qilinadi. Ko'pchilik o'ylaydi, ssenariy yozib keyin borib syomka qiladi. Da, 50% shunaqa bo'ladi. Lekin qolgan 50% hikoyani, sizlar ko'radigan hikoyani 50% borib syomka qilib, intervyular olinib, o'sha yerdagi haqiqiy Jamshidxon akaning o'zini hissiyotlari olinib, taassurotlari olinib, Toshkentga qaytib, birinchi yozilgan ssenariydan hayotdagi kutilmalar qanaqa oqlandi yoki nimalar o'zgardi, ko'rib chiqib, intervyularni ko'rib chiqib, qaysi gaplar qolishi kerak, qaysi gaplar mana shu Jamshidxon aka yetkazib bermoqchi bo'lgan messejga yaqin narsalar. Mana shularni ko'rib chiqib yozadi-da, Jamshidxon aka keyin ssenariyni to'liq ko'rinishda qolgan 50% ni yozib beradi. 50% ssenariy yozib bo'lingandan keyin, 100% tayyor bo'lgandan keyin meni ishim keladi. Bilsanglar, London ko'rsatuvini men birinchi Jamshidxon akam o'zi alohida chiqib ketgandan keyin, subyektivga chiqib ketgandan keyin birinchi qilgan ishim London ko'rsatuvi bo'ldi. U yerda o'zim syomka qildim, o'zim kelib montaj qildim, color qildim va bu narsani даже YouTube'ga qo'yib, Jamshidxon akam katta televizorga ko'rsatib, bo'ladimi, yo'qmi deb srazu o'sha bitta joyini o'zgartirib publish qilganmiz. O'shanda Jamshidxon akamni o'sha connect boshqa levelda bo'lib ketdi-da. Tushunsan, 1,5 soatlik xronni ssenariy berilgandan keyin ko'rmagan odam. Tushunasizmi? YouTube'ga qo'yib, o'zi ko'rib publishni bosyapti. Bunaqa katta doveriyani men birdaniga olaman deb o'ylamadim. Jamshidxon akamga ham yoqqan, odamlarga ham yoqdi menimcha. Chunki o'zimga ham juda ham ko'p odam maqtab yozdi. Undan keyingi ko'rsatuvlarimiz janr o'zgardi, boshqa bo'ldi. Post productionni ham ko'p birga ishlaymiz-ku, lekin asosiy ish o'sha ssenariy tayyor bo'lgandan keyin hammasi menga o'tadi. Final versiyani o'zim beraman. Hozir bilsanglar, o'sha paytlar montaj ustasi deb yozardim. Hozir montaj rejissyori deb ketadi. Titrlarimizni e'tibor berib ko'ringlar, kimlar ishlayapti, nechta odam ketyapti. Chunki bu narsani orqasida yetarlicha odamlar non topyapti, ishlayapti, portfolio quryapti-da. Alohida bozor bu narsa ham. Xullas, ssenariy tayyor bo'ldi. Skleyka, o'sha ssenariy bo'yicha kritik qo'yilish kerak bo'lgan momentlar, stand-uplar bo'lsin yoki qaysidir kadrlar ko'rsatish kerak bo'lgan qo'yib yoyilib bo'lgandan keyin men muzika tanlardim-da. Hozir endi mana shu texnik skleykani o'zingiz bilan Shveysariya ko'rsatuvida qildik. Aytgancha bolalar, Jamshidxon akam Shveysariya ko'rsatuvida skleykani o'sha ssenariyga qarab, texnik montajini Zafar akam qilib bergan. Texnik montaj bo'lgandan keyin bizda endi kreativ qismi qoladi. O'sha zakadr ovozlarni yozib olamiz-da. O'sha skleyka stand-uplar yozib bo'lingandan keyin oradagi ssenariydagi zakadrlarni qo'yib olamiz. O'sha qo'yilgandan keyin bizda vaqt chegarasi belgilanadi. Ya'ni 15 sekundlik audiomi, misol uchun nimadir tushuntirib beryapti, o'sha yerga nechta kadr kerak? 10 tami, 15 tami. Gapga mos kadrlarni keyin kreativ qo'yib chiqamiz. O'sha kinematografik, общий plan, крупный plan, средний plan, mana shu kinematografiya qonun qoidalarini ishlatgan holda qilib chiqamiz. Bu просто random, gapga moslab terishmas bolalar. Uni o'zining ichida qonuniy o'tishi bor-da. Juda katta bu narsani tushungan odam biladi. Da. Ssenariyda o'sha azuchkamiz terildi, stand-uplarimiz terilgan, azuchkamiz qo'yildi. Unga kreativ birollarni terib chiqamiz. Undan keyin animatsiya uchun alohida ishlaydigan bolalar bor. Hozirgi paytda Tohir do'zi bilan ishlayapmiz, chunki bunda texnik bilim yetarli.
o'zini shablonlaridan qochgan holda biz o'zimiz anaqa beramizda даже grafik dizayner Amir aka chizib beradi, o'sha narsani Tohir animatsiya qiladi, ya'ni harakatlantiradi. Ko'rasam hamma narsa talab bo'lgan joyda, ya'ni majburiyat demaylik, talab bor joydan grafik dizaynerga yuzlanyapmiz. Grafik dizaynerniki endi 2D bo'ladi, uni 3D da qimirlatish uchun motion dizaynerga anaqa beryapmiz. Undan keyin mana endi montajda meni eng asosiy hozir hech kim bosa olmayotgan nuqtam, ko'pchilik mana shu 5 baho beradigan va o'zim ham boshqa odam topa olmayotgan narsam bu muzika. Ishoninglar. Muzika bu katta mavzu, ya'ni hissiyotni bir 50% ni yetkazib beradi. O'shanchun muzikada fokus bo'lishi, uni terish uchun yaxshigina nasmotriniz kerak, ko'ra olish qobiliyati did bo'lish kerak, tam sezishni bilish kerak. Anaqa ham shef ham. O'shaning uchun buni hech kimga bera olmayman, to'g'risi. Muzikani o'zim tanlayapman. SFX bo'yicha montajyor, o'sha texnik montajyordan kreativ montajyorga, o'sha birolarni teradigan montajyor SFXlar bilan ham yordam beradi. Oxirida color beramiz. Biz colorda qilib, oxirgi versiyani mix master qilib, ovozlarni to'g'irlab YouTube'ga tayyor holatga olib kiramiz. Bu endi bitta kursni ma'lumotini berdim, o'zi ham. Ko'ryapsizlarmi? O'rtoqlar, вообще bitta videoning ustida qancha odam ishlayapti. Men umuman boyaga sal orqaga qaytaylik, o'sha skleyka umuman montajda sizlar umuman Jamshidxon akanikidan tashqari ham qaysi videoni maza qilib ko'rdinglar? Xuddi tez o'tib ketgandek bo'ldi. O'ta maza qildi. Bilinglarki, unda shunaqangi o'sha montaj qilinganki, o'sha kesilishi, o'sha krupniydan sredniyga o'tish yoki boshqalar общийga o'tish, shunaqangi mohirona, именно o'shani standarti, o'zini yozilgan qonuni bo'yicha kesilgan. Значит, o'sha maza qilib ko'rgan narsalar, значит, o'shanaqa ishlangan u narsa. Buni sizlar ana oddiy nima ko'rsa e'tibor bermasligi mumkin. Bu juda ham bir-biriga bog'liq narsa. Ba'zi ko'rsatuvlar bo'ladi, ba'zi narsalar bo'ladi, voy deb charchab ketadi. Odam charchat, ko'zini ham charchatib-yoradi-da u narsa. U color boshqa, u okey. Lekin o'sha yerdagi kesilishi, o'sha krupniydan keyin qaysi buni правильныйmi, неправильныйmi shunaqa. Demak, maza qilib ko'rdinglarmi? Значит, uni montaji yaxshi qilingan. Xuddi shunday bizneslarga yomon chiqyaptimi? Demak, sizlarni yechiminglar mana shunaqa biladigan, o'zini ishini tushunadigan odamlar ishlasa, suykatib yormasdan zo'r narsa qilib beradi. Bu tarafini ham inovatga olib qo'yinglar. Ya'ni sizning muammoingiz kadrda bo'lishi ham mumkin. Hammasi bo'linib ketyapti-da, ya'ni bitta proyektni bitta yoki ikkita odam qilmayapti va har bittasini o'zining etapi bor. Bu yerda texnический montaj, творческий montaj, animatsiya, muzika, SFXlarda aynan mana shu tarafi kayf beradi. Keyin o'sha skleykaga yetganingizga ham bu yerda nafaqatgina men o'zim Jamshidxon aka bilan ishlab kayf qilgan joyimda kadrlarda olingan, bilmadim, Jamshidxon aka qatdan videografiyani o'rganib qolgan ekan endi. Kadrlarda nafaqatgina prям крупный, средний, общий emas, balkim средний, крупный, общийni ichida bitta dona harakat bo'ladi. O'sha harakat крупный kadrdan средний kadrga o'tish uchun. Ya'ni tasavvur qilaylik, крупный odamning yuzi kadr orqada mashina o'tib ketyapti, ikkinchi yo'lda ozgincha средний kadrda odamni boshqa rakursdan olingan средний kadr, o'sha mashina yana davom etyapti. Aynan mana shuni joylariga men kayf qilishni boshladim o'zim ish protsessimda. Hech skleyka qilib maza qilganmisiz? Ya'ni skleyka qilib turib, ko'rib dokumentalka o'zi o'tgan yili men uchun dokumentalka yili bo'ldi. Juda ko'p qildim, to'g'risi dokumentalka montaj, lekin ichida eng maza qilganim, chestno ayta olaman bu narsani, shu Jamshidxon aka bilan Shvetsariyani qilganimda, bilmayman, men ko'pchilik qolganlari ham zo'r, lekin ularning ichida menga yanada qulay bo'lgani, maza qilganim, o'zim kayf qilganim, birinchidan o'zi kadrlar, bilmayman, Shvetsariya va boshqa dunyo ekan, o'zi qilib montaj qilib o'tirdim boshida, to'g'risi. Keyin shunaqangi ssenariy beryapti. Shuni ssenariyda o'qiyman, bo'ldi, tayyor montajda. Ha. Ssenariyda уже bo'ldi, montaj bor. Uni odam boshqadagi odam o'qisa ham o'sha biladi. Shu darajadaki o'sha kadrlarni nomerlarigacha yozib, bu montajyorga qanaqadir bu juda zo'r qulaylik. To'g'risi maza qilib ishladim. Men iloji boricha keyingi ishlayotganlarimga harakat qilmayman, rejissyorlar bilan ham. Davay, shunaqa qilaylik, mana bunaqa yozib ber, mana bunaqa yozib ber. Ungacha bu darajada bo'lgan ssenariy. Okey, mana keyin, короче, men buni qo'yasam, men o'shunga moslab birol qo'yib yubordim. Endi bu yerda Jamshidxon aka o'zining prinsipi bor-da, prinsipi borligini o'zi yaxshi. Shu ishni aytayapti-da, nimaga Jamshidxon akalar yo'q deyapti. Chunki yetkazib berish kerak bo'lgan hissiyot uniki-da. Boshqa hech kim qo'shilsa u o'zinikidek his qilmaydi. Men olib kelib, akam ham bunaqa bo'ladi deb qo'ysam, ba'zi ishlaydi u narsa ham, lekin baribir kritik momentlari bor.
Jamshidxon akam o'zi ssenariyda ham mana bu kadr mana bu yerda ketish shart deb yozib qo'yadi. Bo'ldi, uni o'zgartira olmaydi. o'zi montajyorda ham videograflikni qanday o'rgangani va umuman o'zi Jamshidxon akamni yillar davomida yig'gan opiti va o'sha kadrga bo'lgan ko'zini shakllanishi juda ham ko'zni quvontiradigan darajada. Ayniqsa Braziliya, Shveysariya ko'rsatuv. Shveysariyada o'zi men borishim kerak edi. Bilasizlar, uylanib qolib ketdim, vizalarim ham tayyor edi. Bilmadim, Shveysariya meni 2 marta g'alati Montenegrodaligimda ish bo'yicha borishim kerak edi. Undan keyin ko'rsatuvga borishim kerak edi. Ba'zi o'xshamadi. Boshqacha chaqiryapti Shveysariya. Umuman o'tdagi kadrlarni ko'rsanglar, o'shda ham aloqada bo'lib turdik-da. Shveysariyaga ketganman, to'yim arafasi u yoq bu yoq yugurib yuraman. Mana bu yerda Kelvin to'g'rimi, mana bu ekspozitsiya to'g'rimi deb yozadi. Ketishdan oldin polniy hamma narsa, endi filtrlar, obyektivlar hamma narsani qilib berganman. Vashi tez o'zlashtirib, уже ancha muncha kadrlar bor erta ko'rsanglar, aydod. Alohida men mud video ham qilmoqchi bo'ldim-da. O'sha kadrlardan yig'ib, davayt estetik video qilamiz ham deb ko'rdim. O'sha turda organizatsiya qilgan odamlarga chiqmadi. Endi mayli, nima deymiz. Xullas, bunaqa chiqmagan ko'rsatuvlar ko'p. Braziliya va Peru ayniqsa, ular alohida istoriya. Xullas, davaychi mana bunaqa narsa haqida gaplashamiz. AI o'rtoqlar, mana biz ham yaqinda o'sha Jamshidxon akaning videolarida ovozni kачествосiga ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin Jamshidxon akamda уже signature look qilgan, odam eshitsa уже miyasiga beradigan darajada master qilyapmiz-da, ovozni обработка qilyapmiz AI orqali. Nimaligini aytmaymiz, chunki sir bo'lib qola qolsin, qachondir bizda ham kurs bo'lib qolsa aytamiz lekin. Xo'sh, biz ko'rsatuvda ham ko'p ishlatyapmiz-da AI ni. Savol qanaqa? Sizlar как AI qarab ketayotganini biladigan odam sifatida AI evolyutsiyasi sizlarni qo'rqitadimi yoki xursand qiladimi va nimaga? Men sraz javob beray. Bo'ldi gap. Meni umuman qo'rqitmaydi. Men to'g'risi AI ga unchalik kirmadim. Lekin hozir harakat qilyapman, kirishga nimadirlar qilib ko'rdim, obunalar sotib oldim. Qarang, bu narsaga mana bunaqa yondashaylik. Juda ko'pchilikni, juda ko'p protsent odamlarni qo'rqityapti, to'g'ri. Buni eshityapman. Bitta narsa bo'lgan, buni adashmasam, birinchi podkastda Lazxon aka aytganmidi yoki o'zimiz gaplashganimizda aytganmidi. Motion capture degan narsa chiqqan paytida, bilsanglar, o'sha avatar olingan paytda, ya'ni o'sha ustiga kiyib turib animatsiya qilgan. Hamma animatorlar, "Voh, bo'ldi, biz tamommiz" degan narsa bo'lgan. Lekin unaqa narsa bo'lmadi. Animatorlar haligacha kerak, haligacha defitsit. Ularga anaqa emas. U bitta instrument bo'ldi. Lekin bir narsani bilaman. AI o'rganmagan, mana sohamizdagi, bilmayman qaysi yo'nalishda ishlasa ham, AI o'rganmagan qoyalarga nisbatan darajasi ancha pasayib ketib qoladi. Shunaqa fikrdaman. Bu shaxsiy fikrim va kimdir umuman ishlatmas balki. O'sha James Cameron aytdi-ku, biz AI ga anaqamiz, tudim da, lekin men fikrim hozirgi o'sha zamonda mana bunaqa bu darajada tez rivojlanayotganligini hisobga oladigan bo'lsa, AI o'rganmagan, hatto buni bilib, tushunib, qanaqadir instrument sifatida foydalanmagan odam menimcha darajasi tushadi yoki bo'lmasa o'sha budjet tarafdan ham ta'sir qilishi mumkin pastga. Men shunaqa fikrdaman. Lekin umuman qo'rqitmaydi, xursand qilaman. Xursand qiladi har qanaqa tomondan, chunki hozir shaxsiy brendlar uchun, Instagram, YouTube mavzusi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, ular uchun AI mavzusi juda ham qulay instrumentga aylanyapti, juda ham budjetli instrumentga aylanyapti. Har xil proyektlar bor, ular syomkaga chaqirishadi. Shuga o'tirib rasmga olib bersangiz yoki bo'lmasam prosta turib o'tiradigan mana qo'l harakatlarini qilib bersa bo'ldi. Og'iz o'zi o'sha tekst bo'yicha, AI bo'yicha videolarda yasab beryapti. Ya'ni hech qanaqasi klikkasiz to'liq bitta YouTube videosini AI bilan olishyapti. Bu yaxshi. Bizni sohamizga xalaqit beradimi yo'qmi? Bu faqatgina instrument, ya'ni yangi kamera yoki yangi petlishga chiqqandaqa narsa deb hisoblayman. Keyinchalik bu qanday ta'sir qilishi bo'yicha men yanada xursand bo'laman, chunki hozirgi holatda kulolchilik qanday qadrlandi, ya'ni qo'l handmade narsalar qanchalik qadrlandi. Ya'ni bizning sohamiz ham haqiqiy odamlar shuncha 30 ta odam bitta pavilyonda turib olgan kadr degan narsalar menimcha kinematografiyada ham ya'ni ko'proq qadrlanishni boshlaydi. Ya'ni kelajakda ko'pchilik aytayapti, ya'ni oxirgi paytda ko'rgan bo'lsanglar, prompt orqali уже Gollivudagi Marvel videolarini chiqarishyapti, уже prompt qilib chiqarishyapti. Odamlar keladi-da qanaqa kino ekan? AIda qilinganmi? Ha, mana $15. Ha, bu qo'lda olinganmi ekan? Ha, $50 deb
to'laydigan darajaga chiqadi menimcha. Ya'ni bu ham Gollywoodga kirib kelmaydi emas, kirib keladi menimcha AI kinolar har xil yoki bo'lmasam shunga o'xshash narsalar paydo bo'ladi. Lekin baribir hammani qo'lida bo'lgan sari bunga do'stub osonlashgan, bunga erishish imkoniyati osonlashgani sari buni qadri tushib ketadi menimcha deb hisoblayman. Ya'ni hech qanaqasiga bu AI da qilingan, hozir AI da qilingan deyapmiz, chunki oldin bu narsa bo'lmagan. Shuni hisobiga hozir bizda shunaqa bo'lsa bo'lyapti. Lekin keyinchalik har ikkinchi odam xuddi mobilografiyada qanaqa bo'lib qoladi. No, bu ehtimoli katta. Xuddi mana bunaqa narsa bor-da. Tradingchilar biladi. Doim o'sib boradi-da, qanaqadir narsa tez o'sadi-da. Doim pastga qulash bo'ladi. Hech qachon faqat bunga ketmaydi, как trend liniya deydimi, shunaqa deydi, unchalik yaxshi tushunmayman. Shunaqa bo'ladi bu narsa, lekin nima qo'rqadigan narsa emas, juda zo'r narsalar osonlashtiradi. Paynet trendaqa AI trend, lekin keyinchalik baribir instrument bo'lib qoladi bu. Ya'ni Paynet yo'qolib ketgan bo'lsa, mobilografiya balkim yo'qolib ketar, balkim SMM ham hozir marketolog, digital marketologlar paydo bo'lgan, lekin AI уже yo'qolmaydi, lekin instrumentdaqa zo'r do'stimiz bo'lib qoladi deb hisoblayman. Agar biz uni yaxshi o'rgana olsak. Uni o'rganish ham odamlar unga tragediyada qarayapti hozir. Kurs qilmaydilar. Kurslar kursni o'zidan bilosi bo'ladi. Kurs necha kun davom etadi? 3 kun davom etadi. 3 kun ichi o'rgansiz. Agar o'sha narsani o'zingiz bir hafta o'rgansiz, o'rgana olasizmi? Ya'ni akalar tushuntiraman. Qanaqa ishlaydi uni generate qilish, generatsiya qilishi. Siz ChatGPT ga kirib, siz istalgan narsangizni yozasiz, u sizga prompt yozib beradi. ChatGPT dagi tekstni olasizda, o'sha kerakli har juda ham ko'p saytlar bor. Uni kirasiz, rasm yaratasiz. Rasmni boshi va oxiri bo'lishi kerak. Va o'sha ikkalasini olib turib, o'ziga qulayligini tanlab turib, qayta generatsiya qilish orqali o'ziga qulayligini ola olasiz baribir. Animatsiya qiladigan boshqa saytga kirib turib tashiysiz. O'sha tekstni yana yozib, animatsiya qilib. Bo'ldi. Pastki izohlarga yozib qoldirsanglar, AI bo'yicha kursini sotib olishinglar mumkin. Shunaqa nima demoqchi edingiz, xo'p? Menda ikki xil fikr bor. Bittasi yaratuvchi nuqtai nazardan, creator nuqtai nazardan va bu xursand qiladi. Chunki boya aytganimdek, mana menga o'xshagan doim o'rganmoqchi bo'lgan narsani izlab yuradigan bolaga bunaqa instrumentlar juda ham juice, juda ham sharbatli ko'rinadi-da. Ya'ni vaqtimni tez yeydi ekan, tim более realistik qilib beryapti. Bu narsa zo'r deb xursand bo'laman men, to'g'risi. Lekin iste'molchi taraflama, men o'zim ham endi sekin ota bo'lishga harakat qilaman. Bilmayman, hozirdan o'ylayapman. Farzandlarni bilmadim, anaqa AI bilan AI emasdi farqini o'rgatish menimcha eng katta skilllardan bo'lib qoladi. Agar media telefon beryapsizmi, bu ketishda bo'ladigan bo'ladi. Telefonning ichida уже AI, qarang, hozir telefoningiz ovozi уже AI da, men eshitib o'tirgan odam AI, sizga chiqadigan reklamalarning o'zi AI. Ya'ni qaysi reklama chiqishini o'zi AI anaqa qilyapti-da, hal qilyapti. U video AI yoki AI emasligini bolangiz qayerdan biladi? Siz o'zingiz bilmaysiz-da. Misol uchun ko'p odamni o'zi bilmaydi. Mana shu taraflama kelajakda eng katta skilllardan bittasi odamlarni tupoy yoki tupoy emasligini ajratadigan AI bilan AI emasning farqi. Ya'ni odamiylik patternlari bir alohida ajrab turish kerak va ajrab turadi ham, lekin uni tanish odamzodga xos bir skill bo'lib qoladi, nima deb o'ylayman-da. Bu narsa qiyinlashtiradi yana ham. Ya'ni odamlar aldanadi ko'proq. Odamlar nimadir yolg'on informatsiyaga ishonib qoladi. Dunyoga bo'lgan perceptioni, dunyo qarashi vashshi boshqacha bo'lib, to'poylar oldimizda yana ham ko'payib ketishi mumkin. Mana shu tarafdan qo'rqitadi. Bunaqa tarafdan qaramagingiz yaxshi deb o'ylayman. Chunki oldin montaj emasmi degan narsa bo'ladi. Hozir AI emasmi degan narsa bo'ladi deb o'ylayman-da. Ya'ni hozir ham o'zi yana shunaqa realistiklashib borsa, qayerdan bilasiz, bro? Buning uchun ko'z pishirish kerak deb o'ylayman baribir. Ya'ni oddiy odamlar ko'zi pishmagan bo'ladi. Ya'ni oddiy odamlarda montaj emasligiga как бы ishonch komil emas, chunki ko'zi pishmagan. O'sha oddiy agar farzandlarimiz men uchun ko'zini pishirishimiz kerak yoshlikdan. Montaj emasligini bilish uchun montaj qilib ko'rish kerak-da. Yosh bolalar montajdan farqi qani? AI emasligini nimadan ko'proq sezam? Motionidan, boshqa harakatidan. Jonli bo'lmaydi. Fizikadan sezib olaman-da, video ichidagi fizika. Chunki men olib ko'rgan odam sifatida. Lekin tasavvur qiling, telefonda endi birinchi marta telefon ushlayotgan telefon ham iPhone-da, 17 Pro, 6 yoshli bola tushunasizmi? Hamma uni 9 tug'ilyapti-da. Uni telefonida har xil grafika bor-da. Men bu Apple o'zining animatsiyalari более realistikroq boshqa. Instagramga kirdi, YouTube'ga kirdi, уже boshqacha video chiqyapti-da. U narsa boshqacha fizikada ko'raman. Demak, u telefon shunaqa ko'rsatadi deb ham qo'yaveradi, tushunasizmi? U AI emaslikkacha borgani yo'q. Hali u displey qanaqa ishlashini tushunyapti-da. Displeyga bog'lab qo'yib tushunadi. Mana shunaqa, ya'ni
odam farqlash uchun yana ham vaqt ko'proq ketadi agar biza bu narsani hozirdan o'sha hozir menimcha уже Instagram ham YouTube ham anti AI degan movementlar harakatlar qilishyapti. Men rosa qo'llab-quvvatlayman. Bu narsani как artist sifatida ham, creator sifatida ham, iste'molchi sifatida ham. Instagram xuddi shu chorani berdi. Ya'ni agar siz уже oldin tun sahurlar bo'lardi-ku, aynan o'sha narsalarni Instagram o'zi analiz qilgan holda rekomendatsiyaga atela olib chiqmaydi. Aynan shunaqa anti AI degan narsalarni ham o'zi qo'llashdi. Zo'r bu narsa. Endi AI unaqa darajada rivojlanmaydi deb hisoblayman, chunki balki video kartalariga bog'liq bro, hammasi. cheklovlar qo'yilar, balki hozir men kecha kuni eshitdim, bu narsani bildim, bilmasdim oldin. Umuman o'sha mana bu AI serverlariga ketayotgan, sarflanayotgan suv hajmi umuman odamzod ishlatadigan suvni hajmidan ham oshib ketdimi shunaqa deb eshitdim. Точно не факт, lekin juda katta miqdorda ekan. И u hech qachon mana dengiz suvi boshqa narsadan emas, imенно chuchuk suvdan ishlatilar ekan. Hozir endi ko'rishyapti ekan, nimaga hozir nisbatan sekin narx oshyapti-ku AI-larning obunalarini oshyapti, sababi shu suv hajmi juda ham ko'p ketayotganligidan. Endi hozir o'sha AI nimalari o'ylayapti-ku, kosmosga olib chiqishdi. Agar kosmosga olib chiqarsa, kosmosdagi sovuqlik yetadi-ku, serverlarni kosmosga olib chiqolsa, biza o'ylaganda ancha ham arzon summa bo'lib ketishi mumkin obunalari, lekin buni endi bu qanchalik kosmosga olib chiqib serverini qo'yish qanchalik real, noreal, men bundan bexabarman, lekin bu eng katta men o'ylayman, hozirgi ziyoni qo'rqitayotgani shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men eshitib bu nimani g'alati narxi ham oshyapti. U narxi oshish, mayli hammasi narxi oshib million bo'lib ketmaydimi? No, suv million bo'lib keta olmaydi. Yo'q, endi deyman-da, suvi mana bunaqa sira bo'ldi-da, ketdi-da u suv. Yo'q-da. Tushunyapsizmi? Bir martalik o'sha ishlar bug'ga aylanib ketadi. Okey, yomg'irroq boshqa bo'lishi mumkin-dir, lekin u chuchuk suvda. Shuni hisobidan ham ular unchalik rivojlana olmaydi deb o'ylayman baribir. Menimcha film olishgacha hali beri уже olyapti-da, bro, Netflixda уже AI kino chiqdi-da. Hozir mana Hicksfield bor-ku, $500,000 price pool qo'yibdi short filmlar uchun. Bu yerdagi ishlayotgan o'sha kreatorlar qilayotgan filmlarni ko'ryapman. Har kuni nechtalabdir qo'yishyapti. Unda qiyin. Men jinni qo'rqib emas. Ana shunaqangi sochli narsa. Lekin ba'zi odamlar bor, qo'rqish kerakdir, balki ular ozgina miqdorda o'sha kompozingchilar bor, ular ozgina qo'rqish kerak bo'lgan joy bo'lishi mumkin, chunki ular xromakeyda yechadi, boshqa qiladi, bitta proyekt o'rniga clean up qilib qo'yish kerak. U uni o'sha sifatda qilib beryapti. Qo'rqitadigan tarafi endi mana anaqa creator taraflama bor ekan. Hozir anglab yetdim. Tasavvur qilinglar, shunaqa AI productionlar anaqalar rivojlanib borsa-da, hamma siz syomka qilib olmoqchi bo'lgan narsangizni AI bilan hal qilib beradigan darajada konkurensiya beryapti-da sizga. Endi sizni agar analog, ya'ni o'zim digital emas, analog olaman filmda, videoni desangiz, sabab topish sizga eng katta mashaqqatga aylanadi. Ya'ni nimaga san AI turganda sanda olishim kerak. Borib film kamerada, tim bo'lib plyonkada syomka qilishing kerak. Qanaqa ma'lumot bo'lishi kerak u? Shunaqa ahamiyatga ega bo'ladigan. Mana shu narsani topa olish, mana shunaqa proyektda shakllantirishni o'zi katta bosimda men uchun, tushunyapsizmi? Lekin mana shuni ichida-da o'zi prikol ham. Ya'ni AIlarni kelishdan maqsad nima? Menimcha odamning vaqtini ularning ham maqsadi yomon emas-da. Odamning vaqtini anaqa qilsa, tejasin, kamroq vaqt kompyuterda o'tirib unaqa mayda-chuyda ishga sarflamasin, qulaylik beraylik, mana shu orqali biz pul olaylik degan biznes model deb olib qarasak, foydali, endi bozordagi qanaqadir boshqa model-da bu. O'shanaga qo'shimcha qilay, fikringizni to'ldirib ketaman. Bu siz aytayotgan narsa hozirgi misol uchun o'sha AI turganda sen nima? Men o'ylashimcha, biz mayli global bozor emasda, bu bizani bozorda uchraydigan narsa. Chunki sababi baribir bizning soha juda ham mana katta qatlamga tushunchasi yo'q biz soha bo'yicha. Shuning uchun men o'zim chunki oddiy narsalar oldim.
именно manda AIda qilib ber degan nimalar bo'ldi. Men endi o'zim emas, через tanishlar qilib berdim. Bizda ya'ni chet elda bu narsa bo'lmaydi demoqchiman, bo'lmaydi deb o'ylayman. Sababi u yoqda yaxshi prodyuserlar ishlaydi, yaxshi o'sha sohani tushunadi. Zakaz berayotgan odam ham biladi. Bu AI bizda to'g'ri byudjetini ozroq yetadi, boshqa qiladi. Bo'ldi bizga byudjet ozroq bo'lsa, boy biznes arzon bo'lsa bo'ldi. Sifati ikkinchi darajaga kelib qoladi. Biznes modeli qanaqa? Narxini tushirib berasanmi, xuddi shunaqa qilib, bo'ldi. Bo'ldi qil. Qolgan narsa muhim emas-da. Sifat, u komanda, o'tiga hissiyot degan narsalar bo'ldi yana ikkinchi bitta daraja. chaqiruv shu joyda, mana yaqinda ko'rgan bo'lsanglar, mana Tohir bilan men vashi fanat bo'lib ketdik. A$AP Rocky Dom, ya'ni ahmoq bo'lma degan endi ma'noda albom chiqardi va u yerda hammasi AI emas. AR ya'ni IR ekan, immersive reality, ya'ni ko'rsanglar anaqa 3D-da, 3D sferaga tushirib qo'yadi. Sizni telefoningizni qimirlatsangiz, videoni qimirlatib ko'ra olasiz. Bu narsa bo'lgandi. No, kliplarini ichidagi mana effektlarni hammasini bolalar composting qilib, layer qilib chiqqanda, alohida Hiji World degan rejissyor qilgan bu narsani. O'tda artistni asosiy messeji ahmoq bo'lma, AI da farqini bil. Ham vizual tarafdan o'sha messeji, ham muzikasining ichidagi o'zini istoriyalari bilan, ham albomning konsepsiyasi ham mana shuni gapiryapti-da. Bizda ham klipni boshlash kerak. Qarangda, bitta odam kameralardan aylangan bitta xonaga kiryapti-da, 3 minutlik klip uchun bittadan personajni bittadan olishyapti. Bo'ldi, ketadi. 3 minut uchun u yerda qancha odamlar bor-da. Bitta kirib A$AP Rocky o'sha syomkalarda qilganda, ya'ni uni syomka qilgandan keyin polni 360 gradusga aylantirsa bo'ladi. Ya'ni shunaqa darajada ular mehnat qilishgan bunga. AI orqali qilsa bo'lishardi. Juda ham ko'pchilik AI dedi, lekin o'sha kritiklar o'zi gapirib chiqdi. Bu AI emas, mana bunaqa tushuntirgandan keyin odamlar tushunadi. Ha, demak, shunaqa ekan deb. Ya'ni bizda ham hozir endi mana bizlarni ko'rib turgan Pepper bilmadim. Rapper yoki ashulachilar bo'lsa, mana shu momentni boshlash kerak, menimcha. Anti AI. Xuddi Kristofer Nolan'da qachemada, ya'ni grafikdan qilmasdan kukuruzni polani o'zi qilgani shu yaxshiroq bo'lgan. To'g'ri, harakat qilamiz-da, bu narsaga harakat qilamiz, bizni ijodkor sifatida, to'g'rimi? O'sha narsa yeminda bo'lish kerak. AI mayli o'zini yo'liga. Bu yoqda qaniydi endi agar mana shu narsa bilan odamlarning fikrini o'zgartira olsak, o'sha bizaga nima deydi, ish beradigan, non beradiganlarning fikrini o'zgartira olsak, bu hech kimga anaqa narsa emas, to'g'ri? O'shalar bizni tirikchiligimiz, o'shalar bizga zakaz beradi, o'shalar bizga pul to'laydi. Biz shuni orqasidan kun kechiramiz, yashaymiz, oilamizni boqamiz-da. Lekin nima uchun ham mana kayfirayimda, juda ham odamlarda bu sohada noto'g'ri fikrlar bo'lib qolganda, mana shular orqali, boshqa mehmonlar orqali odamlarning fikrini o'zgartirish. Men ba'zi joyda xursand bo'laman, uzr, bu sal mavzudan sal chekka chiqqanda ham aytib keta qolay, bu narsani esimda borligida. Ba'zida xursand bo'laman, ba'zida xafa bo'laman. O'tgan sonimizda montaj bo'yicha son qildik-ku. Montajyor o'zi kam, montajyor shuni qilish kerak, hamma narsani qilish kerak degan narsa. Xudoga shukr, yaxshi ketdi, odamlarga yaxshi auditoriyaga ega bo'ldi. Men xursand qilgan ba'zi narsalar bo'ldi. Bir ikkita tanishlarim bor edi, ularning agentstvasi, shunaqa narsalar bor. Kelib aytayapti, "Sen nimaga unaqa? Nima qildim men? Bizani montajyor ishdan ketib qoldi. Seni podkastingni ko'rib." dedi. O'ziga to'g'ri yo'l tanlabdi-da. Ichimdan xursandman. No, shu ta'sir qildi. To'g'ri yo'l tanlagan. Ha. Keyin argument savol berdim unga. Xo'p aka, o'sha biza gaplashgan o'zi ko'rdingizmi? Yo, unchalik ko'rmadim. Shunaqa, siz dedim, qancha oylik berardingiz? Menimcha nimalar qilardi? Syomka qilardi, montaj qilardi, kodr qilardi, ish qilardi, motionni qilardi. Endi lekin 3 million oylik. Mana bola nima qilsin? Shu mag'da katta akalar, mana bu 10 yillik akalar montajyorlar deb jon kuydirib o'tiribdi-da, keyin ana bola bunday qarayapti-da, 3 million olyapti. Onasini emsin, hozir bitta kvartira qancha? Yoz kvartira o'rtacha 300 ga sergilikdan olasiz-da, bir xona. 300 ga-da. Menimcha-da. Agar bunday o'rtaroqda tursangiz, agar 300 ga sergilikdan olsangiz, har kuni arendani gaplashamiz. Hozir uy olishni o'ylayman. Ha, uy ketdingiz, to'xtangiz. Uy olishdingiz-ga 3 million so'mga. U hardan keladi. Taksisini o'zi qancha bo'ladi? Agar shoshilib qolsa, boshqa bo'ladi. 3 million nimasiga yetsan bola. Endi ish beruvchilarda ham demoqchiman-da,
и xursand bo'ldim haligi bola balki bilmayman u bolani tanimayman kim aytdi boshqa To'g'ri. qildi yaxshi bo'lib ketgan bo'lsa xursandman lekin u yerda harakat qilamiz odamlarni fikrini to'g'ri tarafga yo'naltirishga baribir xohlang xohlamay bizada o'sha ichqoralik deydi bu narsani bilmayman to'g'ri tushuntirib bera olmayman bu narsani media to'g'ri savodxonlik deylik. media savodxonlik deymizmi shu narsada bir biriga nisbatan borda bu narsa ya'ni mana aytaylik siz kontent qilyapsiz Mhm. yoki siz kontent qilyapsiz Mhm. farqi yo'q figня narsa qilyapsiz Mhm. deylik Mhm. kim uchundir wow ko'rinadi men ko'raman nima qanaqa qilganingizni bilaman boshqa qilganingizni bilaman lekin sohada nimadir o'zgartirmoqchisiz de man podдержка qilaveraman Mhm. oddiy misol bu podдержка repost qilish mumkin Da. komment yozish mumkin like bosish mumkin xuddi siz bu videoga bosganingizdaqa ha like bosib qo'yinglar shunaqa bo'lishi mumkin bu narsada lekin shunaqa bolalar bor sohani ichida yaxshi darajada Mhm. aqli yetadi buncha narsaga da lekin o'sha bittagina like bosib qo'yish uni поддержка qilish bola shu bu narsa yo'q и anavi bola nima qilsin keyin anavi bola nima qilsin yoki просто negativ qiladi Da. o'tgan safar storiesda aytdim sizlar e'tibor berdinglarmi ko'rdinglarmi mana hozir mana o'sha mana realni aytolmayman bu narsani uzr bu maqtov bo'lishi mumkin o'sha biz montaj sonini qildik-ku podkast qildik bu vahaka ham juda ko'p kontentlar qildi montajyorlar ko'payishni boshladi и montaj bo'yicha kontentlar ko'payishni boshladi ko'zinglar tushdi просто пример ochyapti skringa ko'rdim unaqa qilishni o'rgataman unaqa oddiy narsalar simple narsalar lekin muhim qilyapti lekin ba'zi bir tupoylar tupoylar borki o'zicha montajyor ular Mhm. montajyorda ha bu oson narsa-ku bu shuni ham anaqa qiladimi boshqa voy Mhm. butun nimada O'zbekistonda o'zbek zabonida sen emassan faqat montajyor da bu yo'q bu oddiy narsa-da Da. u endi kirib kelayotganlar va o'sha shortkat nimaligini bilmaydigani bor boshqasi bor o'shalar uchundir xo'p sen like bosib qo'y bu o'tkazib qilyapti-ku ha ko'rmang qilyapti-yu sen nima qilyapsan uzr mana sal anaqaga berib gapiryapman chunki Yo'q, juda yo'q, ta'sir tushunaman. qildi Ustoz tushunaman anavi bola qilyapti-da haligi bola har kuni kontentini qilyapti реально man misol uchun necha yillik montajyor bo'lsam boshqa bo'lsam ham haligi bolani kontenti oddiy narsa erta unaqa narsa yo'q Da, просто to'g'ri o'rgatyapti-da. aytyapsiz. Mana shunaqa kontent Podдержка ko'proq yo'q. chiqishi kerak, to'g'ri aytyapsiz. Ha. Media savodxonlikni qancha bo'lsa, mayda detal bo'lsa ham gapirib qovurishimiz kerak. O'zi ko'payib bozor qoldi. o'zimizni qo'limizda-da Da. o'zimiz boshqaramiz bozorni Da, o'shanda bizaga ham bundoq mobilograf kelib ko'rgan odam, to'xta, buni hamma narsaga yana qilmay, ovora qilmay, bu ham ertaga doktor bo'lish kerak, deyish kerak-da. Ya'ni xuddi doktor farmatsevt yoki endi ishlayotganini ko'rsangiz, nima endi maqsad unaqa deysiz-ku. Chunki bilasiz doktorlarning evolyutsiyasi qanaqa, ertaga kim bo'lish kerak ular, maksimumida, pikida. Siz bilmaysiz, bizning sohada eng piki kim, qanaqa holatda u nimani biladi, nima uchun u pikda. O'sha narsani bilmagani uchun ham hamma montajyorga ham boshqaga ham liboyishni qildiradi. Rejissyorlarning o'zi faqat tizisi qanaqa qilish kerak emas, hammasi podjelani qanaqa his qilsa o'shanga qarab xohlagandan pul bilan hal qilish kerak, yo'q bo'lmasa majburlab bitta odam qilish kerak. Mana shu narsalarni yo'qotish uchun ko'proq kontent qilish kerak. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz aka. Endi mana bunaqa tupoylar bo'lsa, unaqa kommentariy yozadigan o'zini qanaqadir urovingdaligini isbotlash uchun ham qiladi-da. siz Tushunasizmi? to'y montaj qiladi u borku. Zato o'shani bilgani uni xursand qiladi, tushunasizmi? Lekin bu achinarli holat, chunki unaqa odam hech qachon tepada bo'lmaydi-da. U narsani qabul qilish kerak. bo'ladi, unaqa qilish kerak. yaxshi hamki montajyorlar bozori unaqa darajada ko'p emas yaxshi Ha, yaxshi da, darajadagilar ha. и biz o'zimiz Yaxshi kichkina montajyorlarga bo'lib turib chiqsin. agar siz ham o'sha bozorda ichida bo'ladigan bo'lsangiz bilingki bozor sizni qo'lingizda bilinglarki bozor bizni qo'limizda-da klient bu yerga kelib menga mana bunaqa deyapti degani uni xatosi emas u klient xatosi emas o'zini xatosida o'zini qaysi joyda pozitsionировать qilayotganiga bog'liqda ya'ni agar o'zimiz bozorga qarab turib taklifimizni bersak o'shanga qarab ular joylashishadi mana shunaqa narsa bo'lishi kerak deyman hamma bozor o'zimizni qo'limizda akalar mana shu momentda davom ettirishimiz kerak. The world Bu is narsaga yours, mana shu yerda soglасовать qilib olaylik, kelishib olaylik. Qaranglar mana. Men mobilografiyani mobil videografiya qilmoqchi bo'ldim. Odamlarga, bu soha katta soha. Har bitta joyda o'zini spetsialisti bor. Sen ham medsestra bo'lishing mumkin, doktor, urolog bo'lishing, androlog bo'lishing mumkin bizning sohada ham-da, misol uchun. Operator, montajyor bo'linib ketaveradi. Mana shu narsani trendga olib chiqmoqchiman. Ya'ni mani umidim va mana orzuyim qanaqa, industriya qanaqa ko'rinishga kelishi kerak. 5-10 yil ichida.
bilamiz bizda administratsiya yo pul topish qiyin. O'shaning uchun davayte bolalar kelinglar. Mana shu ishni, mana shu hasharda общий hammamiz bo'lishib qilamiz. Hamma bitta ishda emas-da. Ya'ni mana qilaylik, bitta 10 kishimizda 10 kishi borib 10 ta uyni bittadan o'zimiz boshlab tugatsak bo'ladi remontini, o'sha hasharini. Yoki 10 tamiz bittada yopishib ham bittamiz devorini, bittamiz polini, bittasi plintusini shunaqa qilib bo'lishib qilsak bo'ladi. Bu narsa ham sifat, ham общий stil, ham birlashish, ham tez bitadi ishimiz. 10 tani 5 kunda bitiramiz-da, misol uchun. O'shaning uchun men o'zim kelgan proyektlarni, mana Jamshidxon aka videosida ham aytdim, mana Londonda bitta o'zim qildim. Bu narsa zo'r chiqdi. Lekin men nimaga bolalarni qilaman? Chunki bilaman, agar men vaqtni qisqartirmoqchi bo'lsam, ko'rsatuv chiqishiga va ko'proq bu ko'rsatuvlarni chiqarmoqchi bo'lsam, hamma o'z ishini qilish kerak. Motion grafik o'zini ishini qilsin, faqat motionni qilsin, mana shuncha rivojlanib ketaversin, fokusi bitta joyda bo'lsin. Zvukini qilsa, mana borib ssenariyni yozing, yo bo'lmasam syomkani qiling-da. Shunaqa komanda, ya'ni menga proyekt chiqsa, mana oddiy o'zim qilib qo'ysam bo'ladigan proyekt ham chiqsa, iloji boricha men uni o'zim vaqtimni uzoq cho'zib yurmaydi. 2 kunda bitirib, mashina bir haftalik proyektni 4 ta odam oling. Zato 4 ta odam ertaga 4 ta non olib kiradi-da uyga men orqali. Bu narsa men qo'yib yorib, men bittani ana bitterness deydi, ana inglizchada ana ego emas, anaqa ziqna bo'lmasdan o'sha pulni men degan narsani o'chirib turib, davay mana shu bolalarga men pul beray, ish beray, ular menga qilib bersin, men ularning barakasini olay, men mana shu narsani o'rtada qilib berdi degan klientimni oldida reputatsiyam olsa, ya'ni buning uchun harakat qilayotgan klientim bilsin degan narsani o'ylasangiz, mana shu sizni keyingi levelingiz уже hozir agar videograf bo'lib harakat qilayotgan bo'lsangiz yoki mobilograf bo'lib, o'zingizdan tashqariga chiqib qolgan o'zingizni raqobatbardosh deb ko'rayotgan odamingiz yo'q, do'stim, sen bilan birga ishla deb ko'ring, ishlab ko'rsin, sizda уже yangi produkt bor, tushunasizmi? 2 kishi qila oladigan. U narsani уже sota olasiz, уже barakangiz bor, siz tushunasizmi? Men hozir kurs sotmayapman. Bu просто sizlarga insight bolalar. Mana shunaqa qilib hamma sohani vakillarini o'zi eng sevgan ishini qilsa, oddiy kichkina proyektni ham ishoninglar, pul aylanishi iqtisodiyotda yaxshilanadi, proyektlar yaxshiroq sifatga ko'tariladi. Bolalarda ham mayda, mana misol uchun texnik montajyorda ishi ko'payadi. Bu ham o'zini ishini qilib, maza qilib pul topadi. Men rejissyor bo'lib, rejissyorligimni qilib pul topaman. Montajyorligini qilib pul topadi. Bizneslar mana ISO 908 degan alohida standartlar bor-da. Fabrikalar ochilish uchun, boshqa qilish uchun, Zara bizga kelish uchun yoki katta brendlar kelish uchun mana shunaqa qonun qoidalar ishlaydi. Joyda ichida tozalik, yosh bolalar ishlamasligi, 9 soatdan ko'p ishlamasligi, haftasiga 72 soat misol uchun dam bo'lishi, boshqa o'zining qonun qoidalari bor. O'shalarga to'g'ri kelmasa, Zara hech qachon bizga kirmaydi-da, misol uchun. Xuddi shunaqa san ham agar brend bo'lsang, brendingga ishlayotgan odamlarni sosteniyasi haqida qayg'urmaguninggacha senga shunchaki qayg'uradigan odamlar ishlamaydi. Hech qachon ko'paymaydi. Xuddi shunaqa-da mobilografsan qil hammasini deydigan bo'lsang, bo'ldi. Qachondir yo'qotasiz-da o'sha odamni. Bitta kalla yaxshi, ikkita kalla undan ham yaxshi. Xuddi shu. Shu narsa yaxshi-yu, lekin o'sha bitta sohani, qaysi trendga chiqqan sohani talab ketayotgan odamlar ham ko'p-da. Bu bo'yicha nima deyapsizlar? Mana shuning uchun AI kurslari kamaydi. Qarang, motion animatorlari bor hozir. Trend chiqadi, и всё, hamma shu soha bo'yicha ketdi. Bu narsaga to'g'risi bor-ku, nimadir deyish, ularga nimadir aytish bilmayman. Meni tilim ojiz. Men yomon nima aytmayapman. To есть nima deb ular qachonki boradi, boshi qayergadir yetib boradi, menimcha shunda o'zgartiradi-da. Bu narsa muammo ham nimada? Ellikda. Ya'ni bu yerda muammo motion animator, motion dizaynerlarda ko'payib ketayotganligida emas. Bu yerda yo'q, qayerda ko'payib ketadi? Vashi yo'q-ku. Yo'q, odamlar bor, demoqchi bo'lganim, shunaqa sistema bo'lib qoldiki bozorda. Odamlar chiqadi, faqat sonda nomi shunaqa xolos-da, lekin ichidagi zo'r montajyor, shu motion animator dizaynerlar kam. Xuddi mobilografiya bo'lgandaqa. Qaysidir odam qanaqadir maktab yoki kurs qiladi, shuni orqasidan shunaqa mobilograflar kelib chiqadi, vaholanki faqatgina o'quvchilar kelib chiqadi. Aynan shu narsani ham qaysidir ma'noda kontrol qilishga imkon qanaqadir fikrlar yo'qmi sizlarning demoqchiman. Endi bu narsaga prodyuserlarga mobilograflar chiqadi. U yerda faqatgina nom bo'ladi xolos ularda. U asl kasb emas. Motiondan ham xuddi shunaqa ko'rinmayaptimi sizlar degan fikr bor. Yo'q, ko'rinyapti. Ular qanday desam bo'ladi? Bu yerdachi qars hech qachon bitta qo'ldan chiqmaydi.
qarz bitta qo'ldan chiqmaydi. И o'sha u talab va taklif degan narsaga ham borib taqaladi. Biz bozorimiz bo'sh, любой sohada. Men ayta olaman bu narsani. Bo'sh, och. Nimadir bersa, odamlarimiz ovuradi. Yangilik bo'lib qolsa, mana motion bo'yicha hozir mana yana kurslar chiqishni boshladi yoki уже kurs emas, уже qanaqadir просто presetlar sotishi bu butun dunyoda bor narsa aslida. Bu normal narsa, lekin bitta farqi, chet bilan bitta farqi bizanikida kurs oladi, o'shini copy paste o'shani kontent qilib qo'yaveradi, o'sha narsa sal neto. Lekin umuman olib qaraydigan bo'lsak, bu kurs sotishi, men to'g'risi boshida u kurs anaqa qilib bo'lib yurgan paytda rosa juda ham bir high levelga chiqib ketgan paytda ozgina protiv bo'ldim bu narsalarga. Lekin juda ko'p analiz qildim, juda ko'p o'rgandim, chet el bozorini ko'rdim. Bizdagi hozirgi holatida ham, mana shu pikida ham bizda hali unchalik rivojlanmagan ekan aslida. Odamlar songi ishlashni to'xtatish kerak deb hisoblayman. Bundoq kurslarga qanaqa qarayapman aytaymi? Masalan, YouTube'da inglizlar tekinga qiladigan kontentni biz pulli kontent qilib beryapmiz-da, monetizatsiya yo'liga hisobiga. Pul bilan birgalikda non beryapmiz xolos deb o'ylayman. Menimcha monetizatsiya yoqilsa ham haqiqatda bizda kamayadi. Tekinga beraveradi unaqa informatsiyani. Shunday mayda chuyda kurslar kamayadi. Shuning uchun ham nimaga ya'ni bu yerda demak bizlarga bog'liq bo'lmagan narsalar ham bor ekanda. Ya'ni odamlarga bog'liq bo'lmagan. Chunki uni okey, kim tarafdan oldin bo'lgan-ku, chunki men realni tanidim, bir ikkita bolalarni tanishdan YouTube'dan juda yaxshi daromad topdim. Albatta. Juda yaxshi emas, o'ta normal topsa bo'lar ekan-da daromadda. Вообще zo'r narsa ekan. Men bu son dedingiz-ku, qachondan beri biz o'zi sifatli emasda prosmotrda reklama qiladigan bo'lib qoldik. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim o'sha videograflarga tegishli, boshqa narsaga tegishli, men mamnuncha prosmotr qilganman deb. O videosini ko'rsang, bitta ko'zi ochiq qiz, tor narsa kiygan qiz. Albatta. Okey, chiroyli color qilib presetda Abdulaziz labni berib qo'yadi. Bu tarafi ham bor. Chiroyli qilib qo'yadi. Bunaqalar juda ham ko'p. Конечно, bola kirib ko'radi degan uni prosmotr, lekin bormas, men realni mamnuncha prosmotr. O'tda ishning targetga bergan. Nima qilish kerak? Kurs sotyaptimi? Akalar, kurs sotyapsizlarmi? Bu narsa bo'yicha, motion bo'yicha, montajyorlik bo'yichami? O'sha narsa rezultatini hay ko'rsatib qo'yinglar. Ya'ni odamga bo'ldi, sen o'qiding, meni kursimda, все, yaxshi mana sertifikat, все, ketir bilgan ishingni qil degan narsa menimcha xatoda. Aynan mana shu songi ishlash hisoblanadi. Aynan mana shu songi ishlanadi. Bozorda boshda IT ham qanaqa kirib kelgandi. Hamma IT o'rganaman dedi. Kim qaysi birlari qoldi-da? Hamma ITni o'rgandi. Lekin ba'zi birlari qoldi. Bu yerda nima? Bu yerda nima sabab? Produktni o'sha kurs reklama qilayotganlar produktni bermayapti-da. Ular nomni beradi xolos. Nom emas, muvaffaqiyatini beryapti. O'zini muvaffaqiyatini deysizmi? Ha, o'sha muvaffaqiyat. Ya'ni u yog'ani bo'lishi mumkin-da, mashin yo'q, u realniy sohasidan qilib olgan bo'lishi mumkin. Har xil odam bor. Chunki mana bunaqa narsada chet el bilan yana farqida. Uzr, nima qilay? Boshqa qayt bilan solishtiraman. Chet el bilan farq. Qayt bilan solishtiraman. Chet el nima qiladi? Ishini ko'rsatadi. Sayt qilishi mumkin. Sayt qiladi. Kirsang faqat portfolio turadi. Uni uyi turmaydi, mashinasi turmaydi. Uni kontentlarini ko'rsang faqat ofisida o'tirib chiroyli oladi, reklamasini qiladi, boshqa. Bu yerda ham qarz ikki qo'ldan chiqadi. Bu yerda ham qarz ikki qo'ldan chiqadi. Chunki agar odamga o'z ishingizni ko'rsatsangiz, odamlar, misol uchun, men odamlarga o'zim ishimni ko'rsatishga harakat qilaman. Hech kim meni tushunmaydi, hech kim ishni ko'rmaydi. Misol uchun, men bu yerda mana bunaqa mehnat qilibdi demaydi. Agar men mana shu ish orqali men shuncha pul topdim desamgina, o'shanda qiziqish bildiradi odamlar. Chunki O'zbekiston bozori shunaqa joylashganda, buning uchun biz nima qila olamiz? Hozirgi o'tirgan holatimizda akalarga ogohlantiramiz. Akalar, sizlar kimnidir kursini sotmoqchimisizlar? Qaysidir qo'shninglar, o'rtog'inglar aytib qoldi, motionni o'rgan yoki montajni o'rgan deyaptimi? Unda sizlar bilinglar, o'z birinchi o'rinda o'zim nimani xohlayman, shaxsiyatim nimani xohlayapti. Bu o'sha zo'r qilayotgan uchun men ham o'sha zo'r narsani qilgim kelayotganligi uchun qilyapmanmi yoki kelajagimni shunda ko'ryapmanmi degan savolni o'ziga o'rtaga qo'yish kerak birinchi o'rinda. Ikkinchidan, sizlar kursni sotib olyapsizlarmi? Emotsiyasini ko'ringlar. Mana agressiya bilan sotib qo'ymayaptimi? Men mana shu kurs qilib turib, mana bunaqa narsa oldim, mana bunaqa narsa sotib oldim demayaptimi? Men mana bunaqa narsalarni qilishni bilaman va senga mana bunaqa narsalarni qilishni o'rgataman deyaptimi? Aynan o'shalarga analiz qilinglar. Odamning backgroundini bilish kerak baribir. Sota olishdan filtr mana shu yerda filtrsiz sotishga harakat qilib, naborot filtr emas, filtrni yo'qotishga bo'lgan trendda bu ishonsiz. Men kurs reklamasida iloji boricha massa ushlasin, mana ishimni daxoy ish ekan deb tushunmasin-da, oson pul topadigan narsa qilib tushunsin deb odamni olib kelib olib, undan keyin uni
bundoq kiradi-da kursga. Hali men 62 soat bu narsani qilib o'tirsam, keyin tayyor bo'lar ekan. Man kerak emas bu deb ketvoradiganlar nechta-da. Mashallah. Olib kelib olgangacha millionta anaqada, nima deydi, huk-puk boshqa narsalar yorib tashlaydi. Bizlarnikilar sotishni yorib yuboradi-da. Lekin mana bunaqa kurslarchi, mana bunaqa kurslarga o'zi bizlarnikilar tayyormi, nima deb o'ylaysizlar? Qaranglar. Mana bunaqa qilib kelyapsan, ya'ni motion graphicsdan, mana bunaqa qilyapsan. Lekin yangicha kreativ qilishga anaqang yo'q. Menda mana proyektlarni ko'rishing mumkin. Mana shunaqa qilmoqchi bo'lsang, menda kurs bor desa, menimcha odam uchun, bizlarnikilar uchun juda ham oddiy ko'rinadi bunaqa sistemada. Ya'ni mana buni qilish uchun o'zi alohida etapda motion graphics bo'lib, After Effects'ing bo'lib, bitta kompyutering bo'lib, o'sha nima deydi, bir 2000 cha topadigan bolasan-da o'zi. Undan u yoqqa o'tmoqchi bo'lsan, shunaqa taklif bersangiz, 15 kishi oladi yoki 15 kishidan kam oladi, 100% aytaman. Chunki odamlar ana noldagi massaga ishlamoqchi bo'lgan odamlar chiqib ketadi u gapdan o'sha, tushunasizlar? Ya'ni sen uchun o'sha 5 soat qilayotgan ishingni men 2 soat qilib beraman, lekin sifatli qilib beraman desangiz ham u ko'p narsa-da odamlar uchun. Odamlar xuddi mobilografiyadek, motion grafikaga, montajga, любой kursga, osonroq men qilayotgan hozirgi holatimdan ko'ra osonroq pul topaman debgina kiradi, xolos. Albatta, vot. Boshqa hisobiga son ko'payadi. Shunaqa. Shuni hisobiga son, sifat tushadi-da. Yana odamlar savol berdi. Nimaga men mana shu narsani men ham bilaman, lekin sen ham bilasan, lekin sen zo'rroq qilasan, sen yaxshiroqsan degan savollar keladi. Bu narsalar sohaga bo'lgan odamlarning ishonchini tushirib yuboradi-da. Lekin to'kib beradi, ancha odamlarni saralab beradi bozorga. Lekin bunaqa saralanishlar bilan biz nechta talantni yo'qotyapmiz-da, nechta potensial zo'r ijodkorlarni yo'qotyapmiz. Chista sog'lom o'qitish tizimi bizga shakllanmagani uchun. Yana o'sha manitsiya. Alani shu mavzuga kelamiz. Men to'g'risi o'zi bu mavzudan charchab ketdim. Men keyframe qachon boshlagan paytimdan beri 2 yil olgan bo'lsa, har bitta sonda bu mavzu ko'tariladi. O'zgarmagan ba'zi fikrlarni o'zgartira olmas ekanman. Menimcha bu kurslar bo'yicha, anaqalar bo'yicha gapirilgan tema men uchun oxirgisi bo'lsa kerak podkastda. Chunki men ko'rdim-da. Men tushundim. Chunki bozor, kelajak bor, qanchadir elaklanadi, o'ziga keladi. Mayli, biz harakat qildik, sababini qildik. Bu narsani to'g'rilashga, men o'zim kursda o'qimaganman emas. Meni kompaniyam tomonidan anaqa qilishgan o'sha payt ishlab yurganimda men 3D Generalist kursida o'qiganman. O'quv markazi nomini aytmay, chunki hozir men o'qib yurgan paytimda bir 2 oycha o'qidimda, keyin bilsam, u aka bitta joyga intervyu bergan bo'lgan, o'ta rahbari intervyu bergan bo'lgan. Bir paytlar juda ko'p odam yangi katta ofisga chiqishni boshladik. Katta ofisga biz kichkina joyda bo'lardik. Chiqishni boshladik, odamlar kelishib tursa, men bilmay, keyin bilsam, u intervyu berib har xil informatsiyalar bergan, soha bo'yicha, boshqa bo'yicha, o'zini nimasi bo'yicha. Keyin men bizning guruhda ham zo'r bolalar bor edi, boshqa bor edi. Juda necha yuzlab bolalar o'qidi u yerda. Mutaxassislar yaxshi edi, yomon emas. Juda ko'p yaxshi edi. Haligacha aloqamiz bor ular bilan. Endi men o'ylayapman-da, xo'p, men nechadir oy o'qidim. Har oy necha yuztadandir bola o'qildi, katta ofisga chiqildi. Necha mingtadir o'sha o'tda motion yo'nalishi ham bor, 3D generalist bor edi, boshqa bor edi. Bunda o'ylayapman, qani hozir o'sha bolalar? Keyin bilsam, o'tda intervyuda o'sha reklama puliga, o'sha sekundiga ishlash bo'yicha ketgan. Ana bolalar nima qildi? Nima qildi? Keldi, o'rgandi, pulni to'ladi, boshqa qildi. O'tda aytgan, "Okey, topsa bo'ladimi? Topsa bo'ladi. U pulni topsa bo'ladi." Lekin o'tdagi mashaqqat etmaganda, ana bola faqat o'shanga qiziqib keldi, bo'ldi, ketdi sohadan. Prosta bizani kurs, bizani yo'nalishdagi kursi 9 oy edi. Tasavvur qilishinglar uchun. 9 oy. 9 oylik kurs, 9 oy, 3 milliondan adashmasam, 3 milliondan adashmasam shunaqa edi. Har oyiga. Alohida oyma-oy to'lab boriladigan. Bu bizani yo'lash eng uzun yo'nalishida. Chunki u yerda o'shanaqa edi. 3D dan Max'da o'rgatadi, keyin nima qilish, rig qilish, animatsiya shunaqalar o'rgatadi. Men zibrashgacha, model yasashgacha o'rganganman. Bir 6 oymi o'qiganman xolos-da. Mana lekin bittagina menda plusim bo'lgan narsa, men zo'r networking qildim.
katta ustozlar bilan haligacha zo'rman. O'sha yerdagi birga o'qigan kursimizdagi akalar bilan, lekin ikkalamiz ham u o'qigan yo'nalishimizda ketmaganmiz hozir. Hammamiz o'zimiz yo'nalishimiz bor. Masalan, men montajda o'rgatmaganman bitta masalanda, ketganmiz, lekin zo'r networking oldim. Men uchun o'sha ketgan, mayli, kompaniya ham to'lab bergan. O'sha uchun ketgan. Lekin u yerda o'ylagan narsam o'sha bitta targ'ibotni to'g'ri bo'lgan. Shunaqa darajada sotiladiki, чтобы oxirida aybni, xatoni o'zidan ko'rsin-da, ya'ni siz uni o'ziga odamdan ko'rmasin. O'zidan. Sen menga shunaqa emotsiya bilan sotding demaydi. Voy, men o'rganolmayman shu narsani deb ketadi oxiri. Aynan shunisi achinarli. Shuning uchun son. Okey. O'zi menimcha sizlarga ham ko'p odam yozadi, shogird oling, o'rganmoqchiman deydi, lekin men e'tibor bergan narsa ko'pchilikda ham o'sha yomon emas, noto'g'ri havas bilan keladi oldimga, ya'ni nimadirga boshqamga qiziqib keladi, ishimni rostdan qilayotgan, seni qilayotgan, qadrlayotgan bolalar уже nimadirlar qilib yurgan bolalar-da. U taki bundoq respekt otib kelganda ko'rishib boshqa qilib yuradi. Bular уже ko'z ostiga tushadi-da odammi, unaqa odam. Lekin men o'shancha anaqa kurs bilan kursning ham farqi bor. Men misol uchun tekinga men normalniy qiymat kelgan narsa qo'ydim deb o'ylayman. Bozor uchun kerakli joyi bordi meni kursim. Endi keyinchalik ham agar kurs qiladigan bo'lsak, bizda mana shunaqa hamma uchun bo'lmaydi u kurs. U tushungan odamlar uchun bo'ladi. Kurs o'zini qabul qilish prinsipi deb qo'ymaylik. Kurs yaxshi odam. Yo'q, kursni yomonlagan yo'q. Prosta tanlashni bilish kerak degan narsani. O'zinglar tushundinglar, kim aytamiz. haqida gapirildi, kimlar o'zinglar ham sezib turibsizlar уже bu xulosadan, bu suhbatdan keyin. Demoqchi bo'lganim, filtrlash kerak. Demoqchi bo'lganim shu, ko'pchilik noto'g'ri maqsad bilan bu sohaga kirib birga yurmoqchi bo'ladi-da. O'shaqa odamlarga mana bunaqa taklifda, mana misol uchun tushunmagan любой narsang bormi? Mana misol men ham sizlarga, bu sizlarga ham taklif, odamlarga ham taklifda. Men shunaqa narsa qilib qo'ydim. Shogird olasizmi? Men buni bilmayapman, boshqa qilmayapman. Buni o'rgating, kurs qachon, boshqa deydiganlarga konsultatsiya deb qo'ydim-da. Konsultatsiya. Xuddi mana doktorning konsultatsiyasi bo'ladi-ku, mana ko'p misol qildik. Любой doktorga borib konsultatsiya olsangiz bo'ladi pulga. Xuddi shunaqa soha ekspertlaridan bizda ham konsultatsiya olish imkoniyati bo'lishi kerak. O'shaning uchun taklif qilib qo'ydim, $120 to'la, 2 soat men sen bilan gaplashaman, ofisingdami, Zoom'dami, nima mavzuing bo'lsa, направленияmi, mana shu podkastga o'xshab полностью fikrlarimni aytaman-da. O'zing uchun ishonchingni hosil qila olasan. Bo'ldi, undan keyin men u odamni unutmayman-da. Просто shogird olasizmi deb telefon qilgandan, boshqa qilgandan yoki просто like bosib yurgandan ko'ra nimadir qilib $120. Menga ham o'zicha rivojlantirish kerak mana shu konsultatsiya, ya'ni bilmayapsanmi, ne o'ylayapsan, iching yonyaptimi, kelib so'ragin. Shunaqa yordam beradigan odamlar bor. Biza sizlar o'ssanglar xursand bo'laman. Shuning uchun bepul kurs qilib qo'yganman-da, даже kerak bo'lmagan joyida-da. Misol uchun. O'shaning uchun mana akalar bor. Kerak bo'lsa konsultatsiya, ba'zida kurs chiqib qolsa olinglar. Xudo xolisa kam bo'lmaysizlar. Noto'g'ri havas bilan keladi deganingiz ham, sizlarning komandalarda yuray, sizlar bilan birga yuraylik, siz birga o'tiraylik, uyoq qilaylik, ya'ni rivojlanishni o'ylamaydi-da, o'zini o'sha komandada ko'rishni o'ylaydigan odamlar bor-da. Ya'ni shuning uchun ham shogird olish masalasida ham o'zimga prinsip qo'yib olganman. Ingliz tilini, rus tilini bilasanmi? Notebooking bormi? И в целом tilni bilasanmi birinchi o'rinda? И muzikada kimlarni eshitasan? Ya'ni o'zimga keyinchalik qiyinchilik muzikasi oshiqcha bo'ldi, lekin yo'q, kim eshitishligi baribir bor. Eshitaman, lekin Gollywoodskiy narsalar Sherali eshitaman. Yo'q, ukam, uzr, kechirasan. Yo'q, juda ham ko'p holat bo'ladi-da baribir. Odamni zo'r montajyor bo'lish uchun zo'r texnikani bilish kerak emas, zo'r o'sish kerak. Odam zo'r katta bo'lgan bo'lish kerak deb o'ylayman-da. Baribir yetib qo'yadi qaytaligini odamni. Atrof muhit baribir ta'sir qilib qo'yadi-da. Ya'ni siz ham misol uchun ingliz tilini bilmagansiz bunaqa darajada video bo'la olmaysiz. Da, mana balkim Rossiya haligacha qiynaydi til baryeri. Bilmayman. Men o'zimning do'stlarim bor-da, hozirgi holatda o'zimning do'stlarim bor, rus tilini bilmaganligini hisobiga zo'r proyektlar bilan ishlay olmaydi. Shunaqa zo'r montajyor akalar bor, Amerika bilan ishlay olmayapti-da, keyin meni chaqirib ishlay oldi. Yo'q, normal, bosuraman. O'zi normal bo'lib qoldi. Muhimi sizlar eshityapsizlar-ku. Muhimi sizlar eshityapsizlar. 2 soat bo'lib qoldi pashti. Anaqa umumiylashtirib, yo fikringizni tugatib da, shunaqa montajyorlar bor, qaysiki o'sha tilni bilmaganligini hisobiga o'sa olmaydi-da. Ya'ni nimaga o'zbeklar odamlar kurs sota olishga majbur? Chunki tilni bilishmaydi. Rus tilini, ingliz tilini bilishganda hatto YouTube Amerikada o'rganib olgan bo'ladi. Yana bitta narsa, o'sha monetizatsiya yo'qligiga potensial bitta yechim bor. Bu narsani free anaqa nima deydi, ideya osmon bo'lsa xursand bo'laman. Chunki o'zimiz ham qilmoqchimiz, xudo xolisa. Ana, misol uchun prodyuserlik markazlari bor-da. Bizda sanoqli
bloger keladi, blogerga reklama sotadigan prodyuserlik markazi bor yoki kontentiga yordam beradigan, kontent qilib beradigan productionlar bor yoki prodyuserlik markazi deylik. Shunaqa shunga o'xshagan analogda bitta ideya bor. Tasavvur qilinglar, bizda ingliz tilini biladigan, lekin 7,5 ayolsi bor-da, misol uchun 7,5 boshqa qaysi sohada o'qigan ham уже, lekin ish topa olmay yurgan. O'qituvchi bo'lish endi faqat bitta variant emas-da. Call centerga, logistikaga kirib ketayotgan bolalar juda ko'p-da. O'zimning tanishlarim ham juda ham ko'p. Mana shu bolalarni misol uchun tasavvur qilinglar, qanaqadir prodyuserlik markazi ochilsa-da, davayt ingliz tilida kontent qilaylik. Ingliz tilida san 100 bo'l, nimaga bo'lishi mumkin emas. Bizda ingliz tilini o'zbeklar liboy aksentni zo'r o'xshatadi-da. Qanaqadir o'zi qobiliyati bor. Qanaqadir shunaqa qobiliyatimiz bor. Bizda global miqyosdagi yangiliklar bo'ladimi, o'zimizning hikoyalar bo'ladimi, ingliz tilida odam tushunadigan, gapirib bera oladigan bolalar ham bor. Prosta ularda media savod xoli, media ular uchun umid ham bermaydi-da, chunki unga pul kerak, kontent qilish uchun, o'zini yurgizish uchun, reklamaga chiqqungacha ham chidab berish kerak. Mana shu momentidan o'tkazib beradigan, bridge bo'ladigan, ya'ni ko'prik bo'la oladigan, bridge bo'ladigan prodyuserlik markazlari ochilsa, men o'ylayman bizda yetarlicha talantli kadrlar bor-da. Уже mobilograflar, mana video taraflama уже bozorimiz zo'r. Ancha-muncha esenga-pesengadan ko'ra ancha videolarimiz sifati oldinga qarab ketyapti-da. Lekin mana bu bozorga chiqadigan mana bu taraf kam. Ya'ni ingliz tilini biladigan, dunyoga shunda o'zini hikoyasi bilan chiqa oladigan o'zbek bolalari bor, lekin mediaga aloqasi yo'q bolalar. Mediaga olib kirish kerak deb o'ylayman. Ular orqali ertaga global kompaniyalarni reklamaga torta oladi O'zbekistonga, Primoy, HP, Lenovo, farqi yo'q, qanaqadir brendlarda, misol uchun. Mana shu narsani qilsa, o'sha mindsetga chiqqungacha reklama oladigan, misol 100 mingta obunachigacha ham o'sha mana bittaga mobilografiya kursini tugatgan o'quvchilarni olib kelib, davay men blogerga sen yordam berasan, men blogerga sen, davaychi shunaqa 10 tadan patok qilaylik desa, misol uchun ishlaydi. Mindsetni sun'iy ravishda shakllantirib, chetdan pul olib kirib, lekin reklama kelganda qaytarib olishga duxi etsa, biznesmen orqalari. Bizni media taraflama yordam berishga tayyormiz-da. Ya'ni bilmadim, ruslarning o'zining YouTube'i bor-da. Ruslarning o'zining monetizatsiya qilingan YouTube'i bor уже. YouTube. Qozonlarniki ham menimcha o'zida bor. Bizda nima bor? Bizda yo shunaqa media prodyuserlik agentsiyasi yoki platforma, qaysiki bizneslar reklama bera oladigan, realniy reklama bera oladigan. Shunaqa yechim ko'raman, o'shanda juda katta muammolar hal bo'lib ketadi. Shu oxirgi fikrim. O'zi muammolarimiz, endi biz o'ylab yurganda sohadagi muammolarimiz juda ko'pligini odam tushkunlikka ham tushib qoladi-da. Juda ko'p. To'g'risi. Tushkunlik shart emas. Yo'q, shart emas bu narsa. Uni misol aytamiz-ku, misol uchun har xil o'sha muammolari, boshqa narsa bilmadim. Endi qolganini menimcha vaqt ko'rsatsa kerak. Chunki har doim gapirdik, bu narsalarni har doim qilishga harakat qilyapmiz. Odamlarga tushuntirishga nima maqsad? Men bu ko'rsatuvdan ham maqsad nima? Bu prosta mana bu yerda o'tirgan odamlar ijodni yaxshi ko'radigan odamlar, o'zining ishini yaxshi ko'radigan odamlar. Hech qanaqa manfaatsiz, to'g'risida men haligacha umid qilyapman, agar homiylar bo'lsa, boshqalar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, sohani rivojlantiraylik, boshqa qilaylik. Aytsam xafa bo'lmaysizmi? Mana shu joyda. Mana ijodni sevadigan odamlar deb aytyapti-yu, o'shanga isbot qilib aytib ketaman. Tushunishinglar uchun mana shu kontent chiqsin, odamlar o'zgarsin, xolisona bo'lishini tushunishinglar uchun ikkita kamerani biz ayvondan olib keldik, shtativlari bilan. Bittasi Abdulaziz, bittasi Sarar akaniki. Intervyuga o'zimiz mana kameralarimiz bilan kelamiz biz. Bizni chaqiringlar, gapirib beraveramiz shunaqa. Shunaqa, o'sha aytmoqchi bo'lganim. Qo'llab-quvvatlaylar albatta. Chunki maqsad shu. Maqsadimizni unutmaylik, tengdoshlarimizni fikrlarini o'zimiz haq qilish. Maqsad deganda mana davay sal aniq qilaylik-da. Maqsad deganga men kontent qilishni boshladim. Bilmayman yana qanchadir muddatga pauza bo'lib qolsa kerak, bilmadim. Kontent qilishni boshladim. Maqsadsiz. Ya'ni men uni orqasidan klient kelishini o'ylamadim. Face'im zo'r bo'lishini o'ylamadim. Kurs sotishni o'ylamadim. Shunchaki qildim. Lekin ichimda savol bor. Nimaga qildim? Usiz yashasangiz bo'ladi, lekin qilgim keldi prosta. bo'ladi, lekin u bo'lgani ham ancha yaxshi-da. Ya'ni qarang, shunaqa situatsiya bo'lgan hayotimda,
kontent qilgan, boshqa narsa qilganman. Men blografiyadan keyin ikkinchisi men prodyuserlarim menga taklif qilgan. Davaychi yana bir marta kurs qilamiz ekan. Xo'p deganman. Kurs qilganimizda meni pulga aldab ketishgan. Auditoriyani ham aldashgan, meni ham aldashgan. O'rtada meni как бы aybdor qolib ketishgan. O'shanda men $8,000 uxlab ko'chada qolib ketganman. Yaxshiyamki networking qilganim hisobiga kontentim orqali Johnny Renko degan bloger bilan tanishib qolganman o'sha payti. U ham hayron qolgani, ishonmagani meni telefonda montaj qilishimga. O'sha orqali u menga joy topib bergan, ish topib berganda. Ya'ni u payt men Toshkentda deyarli hech kim bilan tanishmas edim. Bu shunaqa ozgina tarafdan tushuntirib bersak bo'ladi bu narsani, kontentni foydaligi, shaxsiy brend foydali tarafini. Siz birinchi o'rinda kontent qilayotgan bo'lsangiz, o'zi shaxsiy brendingizni rivojlantirayotgan bo'lasiz. Bizga mana bunaqa narsa bilan o'qtirishganda, endi o'sha Bu kurs prodyuserlar dedim. Yo'q, kurs emas. Shaxsiy brend qilishdan kurs. Nima qilishim, nimadir qilmoqchiman. Birinchi o'rinda maqsadni aniqlab olish kerak. Narsa borda. Bilmayman, bu to'g'ri maqsad bo'lish kerak. Har bir ishda maqsad bo'lish kerak. Qandaydir menda shunga hech yopisha olmayapman-da. Shaxsiy brend qilishi sizni praysingizni oshirib beradi birinchi o'rinda. Bu nimaga Ali Xolmajonov, chunki shaxsiy brend qilgan u bola. Chunki o'zingiz portfolioingiz orqali qilgansiz. Nima men toqat. Men shunchaki portfoliomni ko'rsatib narximni oshira olmayman. Misol deymanda. Siz ko'rsata olasiz, qanaqa ko'rsatishingizga bog'liq. Ya'ni siz oddiy klientlarga ko'rsatganda ko'rsatishingiz mumkin. Bloger yashaydi, influencer sifatida ko'rsatishingiz mumkin. Bizni sizdan farqimiz, biz o'sha influencer sifatida ko'rsatib bera olganmiz. Bu ham o'zini ya'ni o'sha face'im borligi uchun ham, o'sha narsam borligi uchun ham zakaz berishadi, to'g'rimi? O'sha men что есть, kontentim bor, qanaqadir yo'q, agar bu narsani jostga qaraydigan bo'lsak demoqchiman-da. Meni yuzim bor, qanaqadir odamlar bilan, katta odamlar bilan ishladim, o'sha bloger bo'lish mumkin, boshqa. Faqat o'sha uchun ham zakaz beradi, to'g'rimi? Masalan, bu o'shanaqalar bilan ishlagan degan uchun. Lekin men ishlamayman. Aytdim, media savodxonligi bo'lmagan odam O'shanaqa o'ylayman. qanaqadir mediaga aloqangizni ko'radi-da. Bo'ldi, ukam kamerani tushunasan ekan, mana shuni qilib bergin. Mana shu proyekt sanga deb ketadiganlari ham bor. Mayli, menga pul olib kelyapti-ku o'sha. Mayli, qiling. O'shaning uchun ham qiling davomimiz aytamiz. Shaxsiy brend qilish kerak har qanaqa holatda. Просто qanaqa podasha qilishingizga bog'liq. Ana momentida endi tushundim sizni. Shunaqa maqsad bo'lmaganmanda, shunaqa odamlar ko'rib, uni bilib qilganim yo'q deyapsiz, bu narsani tushundim. No, endi bu ham boy oshpaz dedik, boshqa dedik. O'zingiz uchun ovqat qilib turish kerak-da. Maza qilib yeb, просто qildimmi, o'zingizdan faxrlanib turish, hali ham qila olmanmi, hali ham kuchimdamanmi degan narsa bo'ladi. O'shaning uchun ham qo'yib turish kerak. Menimcha, muhabbat uchun. Muhabbat, juda g'alati tushuntiring. Xumor tutadi-ku. Xumorda, menimcha, doktorlar o'zi doktorga kontent nimaga kerak-da? Doktor klient uchun kerak. Doktorda bor-da, misol uchun. U nimaga aktyor, nimaga o'zi kontent qilganda? U maqsadli narsa. U maqsadli, prям klient kerak. Jamshidxon akamniki misol uchun anaqada, ya'ni nimaga degan savol katta-da, tushunasizmi? Har bitta sohani o'zini qaysidir gurusi bo'lish kerak degan hisoblayman-da. Baribir nima uchun sohani? O'zimni sohamni gurusi bo'lmoqchiman, tushunyapsizmi? Ya'ni odamlar tushunish kerak, ya'ni faqatgina montajyor bo'lib emas, keyinchalik qaysidir ustoz yoki bo'lmasam guru sifatida qolib ketishdi. Unchalik qiyinlashtirmasdan ham o'zi boyagi narsangizni bundoq qilsa bo'ladi. Oldin odamlar jurnalga nima qilayotganini yozardi-da. Hozir даже zametkaga ham yozmaydi. Misol uchun men zametkaga yozaman endi ba'zi narsalarni, no videoni ko'proq o'zim uchun xulosa qiladigan, o'shaqa bitta xotira uchun ham qarayman-da, kontentga ham, o'zimning storieslarimga ham shu. Stories o'zi xotirami? Demak, mana shu anaqasi ma'nosini ham yo'qotmasin. Qayerdadir borsam bitta stories olib qo'y, rasm olib qo'y yoki o'zingiz ham kontent qilmoqchiman. Kontent qilaman, qolganlarga o'zim uchun ham qilib qo'ying, eslab yuraman deb ham qilish kerak-da. Bu ham video jurnaling desa bo'ladi-da, ya'ni video ko'rinishda hayotni muhrlash deylik. Kelajakda farzandingizga qarab turib maqsadsiz nimalar qilgan sota desa, kesin yaxshi ko'rsataman deydigan narsa bo'lish kerak baribir. To'g'ri, интересно. Bu podkastni ham tarixga muhrladi degan aytaman. Menimcha foydali bo'ldi. O'rtoqlar, Zafar aka yana bir bor Ayvon jamoasi Tohir va meni chaqirganingiz uchun kattakon rahmat. Anchadan beri reja qilib yurdik o'zi. Nima mana bunaqa narsada biz endi kameradan tashqari hayotda ham yaqin o'rtoqlarimiz, ko'p gaplashamiz. Именно mana bu sferada bir-birimizga yaqin bo'lgani uchun ishlarimiz juda ham bir bitta mavzuni atrofida ko'p aylanib qolgan bo'lishimiz mumkin. Nasib yangi loyihalarda, menda podkast bo'lmasligi mumkin. Meniki frame ichida yangi loyihalarim bor. Xudo buni kameradan tashqari holat sizlarga tushuntiraman. Birga xudo xolasa yaxshi narsalar qilamiz. Birga Ayvon bilan birgalikda yaxshi ishlar qilaylik. Men o'ylayman, ma'lum bir darajada manfaatli bo'ldi sizlarga.
sizlarga. Qandaydir o'sha boya aytdim-ku, ozgina o'sha qaysidir montajyor что podkastimiz ta'sir qilib o'zini nimasini o'zgartiribdi qarorlarini-ku. Agar siz ba'zi bir qarorlaringiz yaxshi tomonga o'zgartirgan bo'lsa, bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Maqsad shu o'zi. Men bittagina so'raydigan narsam bor. Mayli homiy o'z yo'liga. Obuna bo'linglar, like bosib qo'yinglar, yaqin tanishinglarga share qilinglar. Shotgacha ko'rgan bo'lsanglar agar bundan to'liq xursand bo'lamiz. Agar kimda qanaqangi fikrlar, yana qanaqa mehmonlar ko'rish, qanaqa yo'nalishda o'zimizning sohada kimlarni ko'rishni istasanglar, albatta kommentariyaga yozinglar. Buni o'qib chiqib, albatta keyingi savollarni tezroq yana chiqarishga harakat qilamiz. Oxirgi fikrlar bo'lsa, marhamat. Rahmat. Fikrlar yo'q. Thank you guys. Rahmat hammaga.